hamma uchun hozirda qiziq bo'layotib turgan o'sha mavzu, ya'ni Garvard universiteti talabasi bo'lish. Reaksiya ketadi, ko'zlari ochilib ketadi. Bu Garvardga kirish shunchaki bir kunda bo'lib qolgan ish emas. SAT olyapti, birdaniga IELTS o'qiydi. Keyin yana birdaniga bir nima ish qiladi. Qanaqa qilib shu loyihadagi shu biriktirilgan odamni yoki rahbarni ishontirsam bo'ladi? Katta noto'g'ri ketyapti, trend ketyapti. Hamma narsadan to'plab olishga harakat qilyapti. Bu etapi bor, O'lim vodiysi bor ekan. O'lim vodiysida o'tganimdan keyin, mana endi undan keyin asosiy bilan boshlanar ekan. Iloji boricha harakat qilib, 1500 yo'ldan bari olish kerak. Ayniqsa qanaqa tayyorgarlik qilish kerak? Va sen uni qanaqa tayyorgarlik qilgansan? ChatGPT eng oson ChatGPT so'raydi. Juda ko'p holatlarda bo'lmagan narsalarni ham yoshga harakat qiladi insonlar. Risk qilishdan manimcha qo'rqmaslik kerak. Hayotni risk qilmasdan tugatganda hayotni risk qilib, yiqilib, itli saytishaydi deb tugatish manimcha yaxshiroq. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi mehmonimiz bugungi kunning mega yulduzi desak ham bo'ladi. Garvard universitetiga 100% grant yutib o'qishga qabul qilingan. Bundan tashqari Ibrat Debate Clubini bosh boshqaruvchisi Azizbek Zaylobidinov. Azizbek, bugungi podkastimizga xush kelibsan. Assalomu alaykum. Rahmat. Zo'r. Birinchi navbatdagi hamma uchun hozirda qiziq bo'layotib turgan o'sha mavzu, ya'ni Garvard universiteti talabasi bo'lish. Men o'sha mana videoyini hozir ham tekshirdim. 601 ming marta ko'rildi. O'sha Garvardga o'qishga kirganingni ekrandan ochib, reaksiya, baqir-chaqirlar, to'polonlar, yo'da futbolkasini yechib tashlaganlar. O'zi shu rezultatni bilganda qanaqa emotsiyalar bo'ldi? Bu rezultatni ko'rishda orqasida ajoyib story bor, ya'ni hikoya bor. Shu kuni 13-dekabr edi. Amerika vaqti bilan 12-dekabr soat 7 da kechki. Bizning O'zbekiston vaqti bilan bu 13-dekabr soat ertalabki 5 bo'ladi. Shunda men va boshqa o'rtoqlarim 3-4 o'rtog'imda chiqadigan edi. Natijasi birga qolib, birga ochishga qaror qildik. Shu kuni kutubxonada birga qolganmiz. Gaplashib, ovqatlandik. Ovqatlangandan keyin uxlamasdan gaplashib o'tirdik. Ya'ni u yoqda uyqu ko'rmagan holatda o'shani ochganmiz. Ertalab 5 da chiqdi. Ertalab soat 5 da azartda bo'lgan hamma reaksiya video o'sha oldindan agar yaxshi chiqsa xudo xohlasa qo'yamiz deb turib qo'yib qo'ygandik. Videolarni screen record qilib olganmiz. Sразу bosdik, 3 sekund tushunishga vaqt ketdi. Masalan, anaqani ko'rishsa tushunishadiki, u yoqda qatib qolgan joyi bor. Ya'ni u yoqda odam qatib qoldi. Ya'ni 3 sekund tushunishga vaqt ketdi. 3 sekund tushunganimizdan keyin bildikki, kirganimda shu yoqda keyin reaksiya ketadi, ko'zlarim ochilib ketadi. Hamma o'rtoqlarim yonidagilar xursand, hamma xursand. Juda boshqacha endi. Lekin bu menimcha o'zgarishlarning ikki xili bor. Insonning ichki o'zgarishi bor, tashqi o'zgarishi bor. Bu tashqi o'zgarish bo'lgan, lekin men shaxsan o'zimda ichki o'zgarish ko'rmadim bundan keyin. Hali ham o'sha Azizbek zo'r. Azizbekda kamtarligi bor. Baraka topsin. Oxirgi shunaqa kamtar, lekin natijalari har doim hammani xursand qiladigan, ota-onasini faxrlantiradigan bo'lsin. Zo'r. Demak, birinchi ko'rganingda shu odam portlab ketadigan darajada xursand bo'lib, emotsiyalar tarqab chiqib ketdi. Endi keyin baribir bu Garvardga kirish shunchaki bir kunda bo'lib qolgan ish emas. Sababi umuman shu Ivy League'ga kiradigan top universitetlar talabalarga grantni talabani shaxs o'ziga beradi deb o'ylashadi. Lekin ular shaxsga emas, ular jamiyatga beradi, shu shaxs orqali berishadi. Bu Garvardga scholarship yutishda juda ko'p narsalarni bosib o'tding, ko'rgansan, narsa qilgansan. Mana shu narsani bo'lishsang. Ular bitta ishni qol qilgan insonga mana shu grantni beradi. Shu orqali ular jamiyatga grantni taqsimlab beradi. Ya'ni ertaga mana shu ishni qiladi, qaysidir bitta sohada zo'r mutaxassis bo'la oladi deydi. Mana ko'pchilik seni Ibrat Debate Club boshqaruvchi sifatida tanishadi. Ibrat Debate Clubga boshda asos solganimiz. Undan tashqari shu boshda qanaqa bo'lganu, Ibrat Debate Club seni bu grant yutishingga qanchalik ta'sir o'tkazdi, shu to'g'risida gaplashsak, keyin boshqa narsalarni sekin-sekin mikroskopik darajada kirib ochib beramiz. Bu ham bitta o'zining tarixi bor. Ibrat farzandlariga o'zi men Top Unicamp bo'lgan. Shu 2023-yilni may oyida adashmasam qatnashganimdan keyin u yoqda u paytda loyiha menejeri sifatida Sergeant Colinov edi. Ular bilan gaplashib, loyihaga volontyor sifatida qo'shilganman. Keyinchalik kamplarda koordinator bo'ldim. Undan keyin 2023-yilni oktyabr oylarida shunaqa yangilik eshitdi, yaxshi yangilik. Yoshlar ijod saroyida Creative Park degan kutubxona, coworking zona ochilayotgan va ularda ofislar loyihalarga ajratilayotgan ekan. Ibrat farzandlariga ham shu alohida bitta xona berilayotgan ekan va shu tadbirlar zali berilayotgan ekan. Shunda bizani jalb qilishdi. Jalb qilish qanday bo'lgan? Bu ham juda ajoyib story. Bitta birga borgan koordinatorimiz bor edi. Koordinatorimiz istoriyasini ko'ryapman-da, uyda o'tiribman. Uydamni, maktabdamni men ko'raman. Ular bitta
hali ochilmagan bino aylanib yurishibdi. Qarayapman 4 ta 5 ta bolasi hammasi meni taniydigan koordinatorlar, lekin men u yoqda yo'qman. Keyin bitta aka ularni olib yuribdi. Keyin men yozdim, qayerga bordi, nima bo'lyapti? Shunaqa joy ochilayotgan ekan. Keyin men sraz yozdim, men ham qo'shlik. Men volontyor bo'lish xohlayman deb. Keyin shu bilan o'sha ofis ochilishini qilganmiz. Jamoa sifatida shakllangan. U yoqda 10 ta 15 kishi volontyor. Shundan keyin sekin topshiriq berilgan. Hamma endi qanaqa g'oyasi bor, qani bizga olib kelinglar, rahbarlarga ko'rsatdik. Shunda biz men o'ylab topgan narsam shu debat klub qilish bo'lgan. Endi oldin o'zim debatlarda qatnashganman. O'zimizdan litseyda, tashqarida, boshqa joylarda. Shundan keyin o'yladim, demak Toshkentda o'sha xona juda mos kelar edi debat o'tkazishga va tadbirlar zali ham bor edi. Va borgina g'oya shu bo'lgan. Keyin foydalari albatta debatlarni ularni ham o'ylab chiqqanmiz. Debatlarni boshladik. 2023-yilda boshlaganmiz. Keyin birinchi Toshkentda 2 marta qilib ko'rganimizdan keyin qarasak, juda yaxshigina bolalarda talab bor ekan. Talabga qaragan anaqada menda o'zimda shunaqa narsa bor. Har yil boshida endi hamma qiladi. Bu yangi maqsadlar qo'yadi. Masalan, o'zimga maqsadlar qo'ygan edim 2024 yil boshida. Shunda bundoq qaradim, endi bet mana birinchi klub sifatida boshlagan bo'lsa, sekin-sekin loyihaga aylanayotgan edi. Loyihada ham albatta yangi yil boshida yangi maqsadlar bilan kirish kerak. Shunda men o'ylab o'tirib nima qilsak bo'ladi? 1 yil vaqtimiz bor ekan, 1 yilda qanaqa bir yaxshi ish qilsak bo'ladi deganda, menimcha o'zim mana Farg'onaning Oltiariq tumanidanman. O'sha Farg'onada litsey, hozir men Westminster akademik litseyda o'qiyman Toshkentda. Bu yoqqa kelishimdan oldin Farg'onada 8-oylik umumta'lim maktabida o'qiganman. Farg'onada bo'lgan paytimda shunaqa muammo bo'ladi, har doim sezganman. Imkoniyatlar juda ko'p emas. Shunaqa tadbirlarda ingliz tilini rivojlantirgani, networking qilgan shunaqa tadbirlar yo'q edi. Tayyor muammo. Bu faqat Farg'onada emas, boshqa Toshkentdan boshqa har bitta joyda shunaqa muammo bor. Shuni solv qilishga harakat qilsam bo'lar ekan degan maqsad qo'ydim. Shu yil oxirigacha 14 ta hududimizda O'zbekiston Respublikasi 12 ta viloyat, bitta Toshkent shahri va bitta Qoraqalpog'iston Respublikasida qilsak bo'ladi. Ya'ni shuni maqsad qilib qo'yib, sekin-sekin harakatni boshladik. Juda boshida muammolar ko'p bo'lgan, sababi biz Toshkentdan chiqmagan holda remotli boshqarardik. Birinchi Samarqandda ochganmiz, keyin Surxondaryoda ochganmiz. Keyinchalik rivojlantirib Jizzax, Farg'ona, Andijon, Namangan qilib mana hozir nasib qilgan ekan shu naqaga keldik. Mana hozirda o'zida 14 ta viloyatimizda jamoalarimiz bor. Debatlar tashkil qilib kelishyapti. Xudo xohlasa mana yaqinda 22-dekabr keladi. O'zi 17-dekabr o'tib ketdi. 1 yilligimizni nishonladik. 1 yil bo'ldi. Debat loyihasi ochilganiga va 22-dekabr kuni shuni nishonlash uchun 14 ta viloyatda bir vaqt o'zida debatlar tashkil qilamiz. Loyihada endi buni mana o'zimga ta'siri birinchi o'rinda universitetga kirishimning ta'siridan tashqari o'zimga ta'siri ham juda katta bo'lgan. Bu Ibrat debate orqali va Ibrat debate bilan ishlagan ustozlarimiz Iskandar aka o'zlari, Rustam aka, Shazafaj bilan ishlaganlarimizda o'rgangan narsalarimiz bor. Jamoa bilan ishlaganimizda juda ko'p o'zim uchun o'sganman. Masalan, rasmga qarab ham qarayman, galeriyaga bundoq kiraman. Kreativ parkka ochilishidan oldingi sana, hozirgi sana bundoq qarasam turishda ham o'zgarish bor, inson sifatida ham o'zgarish bor, professional, insoniy, shaxsiy fikrlash har tarafdan juda katta o'sish bo'lgan deb o'ylayman. Chunki orada muammolar juda ko'p bo'lgan, lekin o'sha muammolarni yechish orqali qanaqadir har doim yangi narsa o'rgangan yoki yecha olmagan bo'lganimizda qanaqadir yangi narsa o'rganganmiz. Bu birinchi o'rinda o'zimga ta'sir bo'lgan deb o'ylayman. Endi universitet applicationga keladigan bo'lsak, albatta Amerika universitetlariga qabul qilishda shunaqaki, u sizni faqatgina bir narsa uchun emas, umumiy holistic approach deydi. Umumiy holatda qaraydi. Umumiy holatda qarash nima degani? Yo'llar bor. Birinchi o'rinda akademik tomondan qaraydi. Shu IELTS bo'lishi kerak, SAT bo'lishi kerak, maktabdagi baholari yaxshi bo'lishi kerak. Agar iloji bo'lsa A-level, AP degan testlar bor. Ular alhamdulillah subject testlar, masalan iqtisodiyot shunga o'xshagan subjektlar bo'yicha bor. Agar iloji bo'lsa shularni ham olgan bo'lsangiz yaxshi. Bu akademik tomondan qaraydi. Undan keyin maktabdan tashqari nimalar tashkillashtirgan ishlar qilgan, nimalarga aralashgan shu tomondan, ya'ni extracurricular deymiz, portfolio deb ataydi kimdirlar. Shunga qaraydi. Bu menda eng asosiy extracurricularim bu Ibrat debate bo'lgan. Yozganman shu garga topshirayotgan applicationda respublikamizda u paytda hali 14 ta bo'lmagandi. 10 ta hududida hozirgacha 2000 ta yoshlarni 70 dan ortiq debat sessiyalarida engage qilganmiz, ya'ni shularni qatnashtirganmiz. Jamoamizda 100 dan ortiq volontyorlar ishlaydi deb yozganman. Bu meni fikrim bo'yicha o'sha masalan akademik tomonidan IELTSdan 8 SAT 1520 bo'lgan bo'lsa, bu extracurricular tomonidan eng asosiysi juda katta ta'sir qilgan shu Ibrat debate bo'lgan. Chunki bu orqali nima ko'rsata olganman, endi bu maqtanish bo'lib qolsa ham men tushuntirib bera olishni aytaman. Maqtanadigan payt keldi o'zi. Tushuntirib bera olishni aytaman. Bizda bitta opportunity bo'lganda, mana yoshlar ijod sohasida bitta xona bor. Bundan qandaydir foydalansa bo'ladi. Bitta xona ochdik. Endi mana bitta debat ochdik. Bitta debat bor ekan, bu ham bitta opportunity. Menda debat qilishni endi o'rgandim. Nima foyda borligini ko'rdim. Mana debatlarni anaqalarga aytib o'taman. Birinchi o'rinda bizda ingliz tilida speaking rivojlantiradi va bizda debatlar topiklarimiz aktual topiklarda men o'ylayman yoshlarimiz diskus qilish kerak bo'lgan topiklarni tanlaymiz. Shu diskus qilayotganda ular o'zlaridan boshqacha bo'lgan fikrlarni eshitib ko'radi. Bu insonni ongini, fikrlashni juda ham katta ochilishiga yordam beradi
va albatta o'sha aytadiganday tanqidiy fikrlash, critical thinking deymiz inglizchasida, yordam beradi. Undan tashqari networkingga yordam beradi, yangi do'stlar topadi. Masalan, shaxsan o'zim juda ko'pchilik ko'rganman, yangi o'rtoqlar ortgan. Xo'p, yana bu ham bitta opportunity bo'ldi, demak bitta Toshkentni ochib ko'rdik. Nima qilsa bo'lishini ko'rdik. Nima kerak o'zi? Debat kerakmi, kerak emasmi? Ko'rib oldik. Endi bu ham bitta opportunity edi. Demak, endi shuni davay 14 ta viloyat qilamiz. Meni menimcha kursda olgan narsam shundan, opportunitylardan foydalana olishimni ko'rsatganman va o'sha initiation degan so'z ham bilmagan. Initiate degan so'z bor. Initiate ya'ni bir narsani boshlash. Shu tomonlamani ham ko'rsata olganman va qilayotgan ishimni sababini ham menimcha tushuna olishimni ko'rsata olganman. U yoqda asosiy insholarimda ham bu joyga kiritilgan, boshqa joylarda ham mention qilingan. Ya'ni bitta ish qilyapman, sababi nima o'sha ishi va u sabab qanchalik katta. Bitta hikoya bor edi. Aniq eslolmadim, boshqacha aytib o'taman. Bitta inson juda kichik ish qilishi mumkin, lekin uni o'zi uchun sababi juda katta bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik bitta yo'lda ketayotgan yoshi kattaroq insonni sumkasini ko'tarib olishi mumkin. Buni maqsadi bu yoqda juda kattaroq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha men ko'rayotgan 4 ta yonini o'tib ketayotgan yoshroq, mendan yoshroq o'rgansa, ertaga bular ham 4 tasiga yordam beradi. Ularning keyin yana 4 tasiga 16. Shunaqa qilib millionlar yordam beradigan maqsad bo'lsa, bu kichkina ish bo'lsa ham o'zi maqsadi katta. Progressiyasi boshqacha. Bu yoqda katta ish qilib, masalan, aytaylik bitta o'quv markazi ochdida 1000 ta odam o'qityapti, lekin maqsadi faqat pul topish bo'lgan bo'lsa, bu yoqdagi maqsad kichik harakat bo'lgan bo'lsa ham menimcha yaxshiroq deb qaraydi deb o'ylayman universitetlar. Bizning ishimiz yaxshi o'rtacha ma'noda katta bo'lgan, lekin baribir endi 14 ta debat unda olib qarasangiz, optimistik qarasangiz zo'r, lekin pessimistik qarasangiz baribir kichkinaroq narsa. Boshqa proyektlarga qaraganda, yoshlar ishlagan intil doirasida qilingan ishlarga. Menimcha o'sha kichkina bo'lsa ham shuni kattaroq maqsadi borligini, maqsad respublikamizda shu tanqidiy fikrlashni, yoshlarni fikrlashini o'stirish bo'lganini menimcha ko'rsata olganimiz anaqa tomondan ekstrakurikulyardan yordam bergan applicationga. Endi hozir yoshlarda tendensiya paydo bo'ladi. Mana men ham qaysidir loyihaga borib, o'zimni loyihamni qanaqa taqdim qilsam bo'ladi. Ertaga men ham shu top universitetlarga kirmoqchiman, portfolioimni zo'r qilmoqchiman, lekin uning uchun men bitta joyga borishim kerak ekan. Uni tushundim. Debat clubga o'xshagan narsalarni tashkillashtirishim kerak ekan. Yoshlar ishlari agentligida shuncha men loyihalar bor, ularga kelsam bo'ladi. Ibratda o'zida shuncha loyihalar bor, kelsam bo'ladi deydi. Lekin ularda bitta savol paydo bo'ladi. Qanaqa qilib shu loyihadagi shu biriktirilgan odamni yoki rahbarni ishontirsam bo'ladi deb. Agar esla olsang, shu birinchi kelganingda qanaqa bo'lgan? Birinchi kelganingda qanaqa qilib odamlarni ishontirgansan, qanaqa gaplashgansan? Agar esla olsang, shu haqida gaplashib bersang, keyin oralarida ham birikta bo'lgan voqealarni gaplashsak bo'ladi. Keyin undan keyin boshqa narsalarga sekin o'tamiz. Men o'z buni Iskandarga aytib berish kerak, chunki Iskandarga tanlaganlar. Xo'p, birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, endi ba'zi bir o'sha tanishlarimda ham o'zim tenggan qiladi ham ko'raman, o'zini katta oladi. Hali bo'lmasa endi 17 yoki 18 yosh uncha ko'p ish qilib ko'rmagan, hali tajribasi ham yo'q, lekin baribir o'zini qandaydir tepadan ko'rsatadi. Tepadan ko'rsatish insonning egosiga yoqadi. Hamma maza qilib o'zini tepadan ko'rsatkish keladi, pastki odamga kuchini o'tkazish keladi, lekin baribir u tashkilotga borganingizda u borayotgan odamlar sizdan ko'proq ish qilib qo'ygan o'zi. Siz ularga bundoq qarasa kerak emassiz. Navbat kerak bo'lsa, ortiqchasiz, siz ularga foydasiz, anaqa vaqtini navbat oladigan narsasizda. Endi siz ularga ko'rsatishingiz kerak, qaysi tomonlama siz ularga navbat yordamchi, ularga foyda keltira oladiganligingizni ko'rsatishingiz kerak deb o'ylayman. Masalan, bitta narsa aytishim mumkin. O'sha ochilish kuni shunaqa vaziyat bo'lgan. Gilam turibdi, tadbir bo'lyapti. 150 ta odam yig'ilgan. Menga aytishgan, shu gilamni ko'tarib turasan, bitta odam keladi, shunda qo'yib berasan. Masalan, men o'zim katta olganimda o'sha yerda ish qilmagan bo'lardim. Shuni masalan qilganman. Yoki undan bir kun oldin biz yordam berganmiz stul toshishga, shunga o'xshagan narsa. Masalan, agar odam o'zini katta olsa, yo men stul tashiyman deb ketaveradi. Masalan, yaqinda bitta holat bo'ldi, volontyorlar yig'ilgan bitta tadbirda ishtirok etyapti turdim. Bitta volontyor yoniga boryapman, orqa tomondan turib uni chaqirdim, volontyormisan desam, volontyormisan deganda ha deyishdan qo'rqyapti. Shu volontyormisan desam, ha desam, bu meni oddiy odam, unaqa statusim tushib qoladi. Bu juda noto'g'ri deb o'ylayman. Yosh bo'lsa, yoshligini tan olishdan qo'rqmasligi. Men masalan, volontyormisan desa, hozir ham jamoam ham biladi, boshqa ham biladi. Men hozir ham men volontyorman deb aytaman. Har doim aytishga qo'rqmayman, ham tayyorman. Keyin birinchi o'rinda o'sha o'zini pastroq ko'rib, o'zinidan menimcha o'sha katta narsa yasamasdan har qanday holatda, har qanday ishda, har qanday yordamni o'sha insonlarga ko'rsatsa, ularga har doim baribir qandaydir tomonlama kichkina ishlarni qilishga ham yordamchi inson kerak. Shunda menimcha foydasi bo'ladi. Bu birinchisi deb o'ylayman. Kamtar bo'lish kerak. O'sha shunaqa ko'rsatish kerak o'zini va o'sha ishlarni qilishdan qochmasligi kerak. Oddiy ishlardan boshlanadi katta ishlar. Zo'r. Mana shu.
Zo'r. Undan tashqari mana boshida gaplashib o'tdik. Demak, boshida qanaqadir proyektga kelganda, shu proyektda kamtar bo'lib, ana aytadi-yu, suv kezi simirib, tog' kezi kemirib, oldinga harakat qilsa zo'r bo'ladi. Keyin eslasang, o'rtada shunaqa bitta ana panika bo'ldi. Qanaqa panika? Endi bu panika degan so'z to'g'ri keladimi, yo'qmi? Shunaqa bir anaqa bo'ldi, fikr bo'ldi. Debat Club ketyapti, yana boshqa loyihalar bo'ldida. Keyin birga gaplashganimizda sen bitta gap aytdim. Debat Clubni o'zini rivojlantirish kerak, fokusni qaratish kerak. Sababi hozir boshqa narsalarga ham chalg'ib ketib, agar ular ham bo'ladigan bo'lsa, faqat shu darajaga chiqamiz, keyin o'tib ketib bo'lmaydi deb gaplashgan edik. Shuni hozir bolalarga aytib bersang, bu qiziq bo'ladi. Sababi nimaga? Juda ko'p loyihalarda qaysidir bitta etapga chiqadi-da, keyingi loyihani ko'tarish osonroq tuyuladi. Keyingi boshidan boshlagan loyihada qilyapti turgan ishlari tez ko'rinishni boshlaydi, chunki u noldan boshlayapti. Lekin qayergadir olib chiqib qo'ygan endi kattaroq proyekt bo'lsa, uni rivojlantirishni ko'rsatish uchun yoki rivojlantirish uchun ozgina ko'proq mehnat, ko'proq vaqt ketadi. Agar eslasang, shu narsa haqida biz gaplashgan edik. Shuni hozir yoshlarga aytib bersang, qaysidir bitta joyga kelgandan keyin uni tashlab, yana bittasini boshidan boshlab, ana ishni zo'r qilyapman deydi, lekin oxiridagi end resultga qarasa, hech qaysida bitta zo'r success bo'lmaydi. Hozir mana Ibrat Debate Club'da ham successini asosiy sabablaridan bittasi men o'ylaymanki, fokusda. Ya'ni fokus bo'lgan, fokus qaratilgan, shu haqida ozgina gaplashsak, menimcha hozir shu Garvardga kiraman, Oksfordga kiraman, Yale'ga kiraman degan bolalar o'zi shuni boshlagan, shunaqa etab bor ekan, mana shundan o'tishimiz kerak ekan deb shu to'g'risida ham ozgina gaplashsak. Umumiy fokus haqida gaplashsak bo'ladi. Menimcha bu joyda bu faqat fokus birinchi o'rinda Iskandar ketgan gaplar to'ppa-to'g'ri. Fokusni faqat bu yoqda emas, umumiy skopda ko'rib ko'ramiz. Birinchi o'rinda masalan SAT yetishim mumkin. Men juda ko'p ko'rgan holatlar, vaziyatlarim qanaqa bo'lgan, bitta inson, bitta o'quvchi shu SAT masalan olmoqchi bo'lsa, SATga kiradi, to'liq kirmaydi. SAT olyapti, birdaniga IELTS o'qiydi. Keyin yana birdaniga bir nima ish qiladi. Demak, fokusini 100% fokus bo'lsa, 30%ni SATga, 30%ni IELTSga, 30%ni yana bir nimaga berib qo'yapti. Shunda men ko'rganman, juda past natijalar bo'lgan. Lekin masalan shaxsan men SAT o'qiyotganimda shunaqa vaziyat bo'lgan. 6 oy adashmasam, biz faqat SATga tayyorlanganmiz. Endi loyihalarga keladigan bo'lsak, loyihalarda ham xuddi shunaqa bo'lmaydi. Nafaqat loyihalar, extracurricular'da ham qaysidir vaqtda baribir o'zi endi bu universitet application process shunaqa narsa, baribir simultaneously bir xil narsalar qilish kerak. Lekin har doim eng katta fokusingizni bitta narsaga qaratsangiz bo'ladi. Masalan, menda shu eng katta fokusim Brad Pitt bo'lgan. Fokusni loyihaga qaratganimiz orqasidan menimcha o'sha yaxshiroq ishlash to'g'ri kelgan, chunki jamoa ishlashi uchun jamoani boshqarib turgan odam ishlashi kerak. Jamoani boshqarib turgan odam ishlamasa, jamoa ham ishlamaydi, keyin ularning pastdagi jamoa ham ishlamaydi, shu butun loyihaga ta'sir qiladi va loyiha sekinlashadi, loyiha tugaydi. Zo'r insight berding hozir. To есть zo'r bo'lish uchun bitta shu lokomotiv zo'r ishlab berish kerak-da. Zo'r. Demak, o'sha jamoa boshqarib turgan odam demak loyihaga fokus qilmasa, loyiha bu yoqda tugaydigan anaqa kelyapti fikrga. Endi fokus deganda nima? Fokus deganda masalan menda boshida loyihani masalan bir kamida 6 oyda men Ibrat Debate bilan uxlab, Ibrat Debate bilan turganman. Uyqumda Ibrat Debate bo'lgan, turganimda o'qatyapti turganimda Ibrat Debate bo'lgan, hamma joyda Ibrat Debate bo'lgan. Tushimgacha kirib chiqqan masalan Ibrat Debate. Shuning uchun men o'ylayman, o'sha siz aytgandek bir narsani tanlasa, boshida ko'radi. Endi 3 ta narsani bir xil vaqtda boshladi aytaylik, bitta narsani ko'ryapti, o'ziga yoqyaptimi? Endi sekin ikkita narsada sal fokusini kamaytirib yoki tushirib, bu tomonga to'liq fokusini qaratib, shuni iloji boricha rivojlantirish va yana men siz aytgan joyga qo'shib o'taman. Masalan, o'sha bitta narsada to'xtab qolishlik. Bitta narsani o'zingiz aytgan narsa bor edi. Hozir bugun bitta debat qilib 50 ta odam olib keldik. Zo'r natija edi. Oldin chunki o'qimagan. Endi ertaga 50 ta odam kelsa, yana zo'r emas, endi yaxshi natija, lekin 3-marta yana 50 ta odam kelaversa, endi o'sha bu normadan tushdi. Chunki bizning normamiz 50 ga o'tdi. Endi 100 ta chiqarish kerak. 100 tadan keyin 150 ta chiqarish kerak. 150 tadan 200 taga. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Birinchi bitta debat qildik, demak, 2 marta Toshkentda qildik, yaxshi keldi. Endi 2 ta o'tyapmiz. ikkita jicha qatib qoldi-da, keyin yana o'sha narsaga chiqdik, 5 ta, 7 ta, 10 ta, mana xudoga shukr, men hozir 17, 14 ta. Endi masalan keyingi yilgi maqsadlarimiz qanaqa? Bu yoqda aytib o'taman, disclaimer qilib. Biz endi viloyatlarda, har bitta viloyatda katta-katta shaharlar bor. Masalan, men Farg'onada tug'ilganman. Farg'onada shaharlar bor, katta. Qo'qon shahri bor, Mag'ilon shahri bor. Qo'qon shahridan Farg'ona shahriga debatga kelmaslik mumkin, chunki 4 soat, 5 soatlik yo'l aylanib qoladi. Shuning uchun biz qilmoqchimiz, har bitta viloyatda, markazlarda kamida 3 viloyatdagi eng katta 3 tadan 5 tagacha bo'lgan shahar, tumanlarda debat klublarini tashkil qilmoqchimiz. Masalan, bitta maqsadimiz shu bo'ladi, xolos keyingi.
Zo'r insightlar bo'ldi. Demak, men o'zim fikrimni to'ldirib o'tadigan bo'lsam, Azizjon fikriga qo'shilgan holatda har doim qanaqadir bitta proyektni boshlaganda uni davrlari bo'ladi. Ya'ni boshida nima ish qilsangiz ham zo'r ish bo'layapti turganga o'xshayveradi. Chunki zerodan first grow, ya'ni birinchi o'sish zo'r ko'rinadi. Keyin qaysidir bitta etapga chiqqandan keyin ikkinchi etapi birinchisi growth bo'lsa, ikkinchisi stagnation bo'ladi. Ya'ni уже bu stabillashishni boshlaydi. Nimadir qilyapti turgan ishingiz bo'ldi, keyingi safar ham shunaqa bo'ladi, uchinchi safar ham shunaqa bo'ladi, lekin tushib ketmaslik kerak. Tushib ketsa уже nimadir bad. Undan keyin tepaga o'sish uchun sal qiyinroq bo'ladi. Sababi nimaga? Chunki bitta darajaga chiqdi. Shu paytda hozir boshida aytib o'tganimdek, juda ko'p shu proyektni boshlaganlar nima qiladi? Yangi proyektni boshlashga harakat qilaveradi. Chunki unda nimadir yaxshi sezilish boshlaydi. Shu growth periodga o'rganib qoladi. Ya'ni xuddi nimaga o'rganib qoladi? Dopamin bo'ladi, boshqa bo'ladi, keyin bunga harakat qilaveradi, lekin har doim shu stagnation perioddan tepaga chiqib keta olmaydi. Endi bitta narsada zo'r muvaffaqiyatga erishib, keyingi proyektda mana shunaqa successful bo'lish uchun bittasida muvaffaqiyatni ko'rib olish kerak. Bu etapi bor, o'lim vodiysi bor ekan. O'lim vodiysidan o'tganimdan keyin, mana endi undan keyin shu sustainable davlat boshlanar ekan deb shu kartani ko'rib olsa, birinchi proyektda zo'r bo'ladi, ikkinchi proyektda ham zo'r bo'ladi, keyin qolganlari ham shunaqa ketaveradi. Zo'r. Mana endi biz Debat Club to'g'risida gaplashdik, lekin bundan tashqari biz akademik tomoni to'g'risida ham gaplashdik. Chunki o'qishga hujjatlarni topshiryapti turgan paytimizda akademik tomoni ham juda muhim, sababi shu kerakli sertifikatlarni olish kerak. Azizjon, mana shu Garvardga kerakli bo'lgan hujjatlar, hammasi to'g'risida gaplashsak, ham akademik tomondan, ham extracurricular tomonini, bu narsani ochib, yoshlarimizga ertaga Garvardga kiraman, Oxfordga, Yale'ga, Stanfordga kiraman deganlar shu haqida ma'lumotga ega bo'lsa. Birinchi o'rinda albatta IELTS kerak. IELTSdan bizda O'zbekistonda hozir katta noto'g'ri ketyapti, trend ketyapti. Hamma IELTSdan 9 olishga harakat qilyapti. Men IELTSdan 9 nimaga kerakligini haligacha tushunmaganman. Agar siz o'qituvchi bo'lmayotgan bo'lsangiz, faqatgina o'qituvchilarga, ingliz tili o'qituvchilariga, ya'ni hamma o'qituvchilar emas, ingliz tili o'qituvchilarigagina kerak bo'lishi mumkin. Lekin aslida o'sha ustozlarga ham kerak bo'lsa, IELTS o'qish kerak bo'lmasligi mumkin. Bu trend juda katta xato deb o'ylayman. Masalan, ingliz tilidan IELTSda Garvardga 8 bilan kirdim, lekin masalan 7,5 bo'lganda ham kirardim. Men nimaga 7,5 ni qaytadan 8 olganman? Chunki expire bo'lib qoldi, ya'ni o'sha muddatdan tugab qolgani uchun 8 qaytadan olganman. Agar 7,5 bo'lganda ham men o'ylayman, umuman ta'sir qilmagan bo'lardi. Demak, Garvardga requirementimiz 7 yoki 7,5 oling. Yaxshi bo'ladi. Iloji boricha anaqa subscorelarni listening bilan reading 7 dan baland qiling, writing bilan speaking 6,5 yoki undan baland qilishga harakat qiling. Birinchisi IELTS yopib olamiz. Keyingisi SAT. SAT haqida bilmaganlarga tushuntirib o'tamiz. SAT bu ingliz tili va matematikani test qiladigan emas. SAT ingliz tili va matematika questionlar orqali bolalarni critical thinking ga o'xshagan skilllarni test qiladigan test. Tanqidiy fikrlashga o'xshagan qobiliyatlarni test qiladi. Bu yerda demak IELTS dan farqi nima bo'lyapti? SAT ingliz tilisini yoki matematikasini. IELTS tilingizni darajasini ko'rmoqchi bo'lsa, bu til orqali fikrlashingiz va ko'nikmalaringizni ko'rmoqchi. 1600 ballikda baholanadi. Ingliz tiliga 800 ball, matematikaga 800 ball. Ingliz tilida ikkita modul bor, matematikada ham ikkita modul bor, savollar bor har bittasining ichida. Bundan men tavsiya qilgan bo'lardim, universitet turiga qarab, masalan, agar siz Ivy League'dagi yoki o'sha top 10 ta, top 15 taligi liberal arts collegelar bor, masalan, Colby deymiz, Bates deymiz, shunga o'xshagan, ya'ni top universitetlar umumiy olib qaraganda, shularga topshirayotgan bo'lsangiz, iloji boricha harakat qiling, 1500 yoki undan baland olishga. Agar siz sal pastroq, aytaylik, Qatardagi Georgetowngami, shunga o'xshaganlargami harakat qilayotgan bo'lsangiz, 1450 yoki undan balandroq, 1470, 1480 olib qo'ysangiz, bu yetadi. Bu ham endi hozir bir xil universitetlar hali ham optionallari bor, lekin o'sha ko'p universitetlar required qilishga o'tishgan. Masalan, Garvard o'tgan optional bo'lgan, lekin hozir required. Men topshirgan yilim ham required bo'ldi. GPA, maktabdagi baholaringiz. Men akademik litseyda o'qiyman, Westminster akademik litseyda. Bizda shu oddiy davlat ta'lim tizimi bilan shu matematika chuqurlashtirib o'tiladi. Matematika va ingliz tili. Shundagi baholaringiz. Men tavsiya qilgan bo'lardim, hammasini 5 qilish kerak. GPA 5 bo'lishi yoki eng anaqa holatda 4-9 kamida 4-9 bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tavsiya qilganim 5 olsanglar o'sha yaxshi uxlaysizlar deydi. Tinch uxlaysizlar. Keyin akademik tomondan shu 3 ta asosiy requirementimiz bor. Endi bu yog'iga extracurricularga o'tamiz. Extracurricularda o'zi Garvardga anaqa general bo'yicha, to есть SAT bo'yicha hozir faqat generalda o'zi qolgan-a? Generalda o'zi? Da.
SAT General. Ha. Oldin o'sha general demoqchi bo'lganlar skanner ekani SAT'da subject testlar bo'lgan oldin, inshoot testlar bo'lgan. Ular hozir olib tashlandi, faqatgina umumiy test qolgan. Oldin masalan 1600 olib SAT'dan. Undan tashqari ham qaysidir physics, masalan matematika bo'lgan, physics aniq eslolmayman. Shunaqa testlarni olsa bo'lgan. Hozir unaqa emas. Hozir faqatgina umumiy. Zo'r. Endi tugatib qo'ysak, keyin ichidan davom etamiz. Xo'p, Garvardga Common App orqali topshiriladi. Common App bu Amerikan platformasi, universitetda topshiriladigan. Extracurricular qismi bor, honors qismi bor. Extracurricular qismida 10 ta joy bor, honors qismida 5 ta. Extracurricular bu aytganimizdek maktabdan tashqari qilgan aktivitilar, honor bu erishgan yutuqlar. Erishgan yutuqlarga bular olimpiada, har xil programmalardan pul yutib olgani, funding startaplardan yutib olgani, o'sha ishlarimiz shu aytgandek bir adabiyotga o'xshagan ishlar. Bu yoqga hammasi kiritiladi, honorsga hammasi kiritiladi. U yoqda so'raydi, yilini qachon boshlagansiz, necha soat qilgansiz, kim tomonidan qanaqa tashkilot pozitsiyasi nima bo'lgan, shular haqida so'raydi. Va inshaalari bor. Insholarda birinchi asosiy personal statement, bu 650 ta so'zlik. O'zingiz haqingizda yoki sizga bo'lgan qanaqadir major hodisa haqida, sizga ta'sir qilgan hodisa haqida yoki uchta berilgan promptlar bo'ladi. Promptlardan bittasiga yozsangiz bo'ladi. Va undan tashqari supplemental essay deymiz. Boshqa universitetlarda yo'q, lekin masalan Garvardda bor. Garvardda 5 ta supplemental bor. 150 ta so'z har bittasiga, demak jami 750 ta so'zlik insholar bor. Ular ham insho deydi, lekin kichikroq 650 tachadan ularga javob yoziladi. Va ba'zi bir informatsiya olish uchun savollar bor. Albatta, nechinchi yil tug'ilgansiz, ota-onangiz nima qiladi shunga o'xshagan. Bular topshirilganda kommunal bitadi va shu bilan Garvardga topshirsa bo'ladi. Zo'r. Hozir mana ichidan endi alohida bitta to'xtalsak, mana IELTS bo'yicha. IELTS ham eng asosiy kriteriyalardan bittasi, sababi bu yerda ingliz tilida ta'lim bo'ladi, ingliz tilini 7,5 kam darajada bilish kerak. IELTS bo'yicha hozir tayyorgarlik ko'rib turganlarning ichida shu top universitetlarga ham umuman ingliz tili bo'yicha tayyorgarlik ko'ryapti turganlarning hammasida, deyarli hammasida IELTS topshiraman degan maqsad bor. IELTSga qanaqa tayyorgarlik qilish kerak va sen o'zing qanaqa tayyorgarlik qilgansan? Hozir juda ko'p insonlarda qanaqa qilib tez tayyorgarlik qilsam bo'ladi, tez oson bo'ladi degan savol har doim bor. Samarali, oson, tez usuli qanaqa? O'zing qanaqa qilgansan shuni? Shu haqida ham ozgina ma'lumot bersak. Avvalambor IELTS olishdan oldin birinchi o'rinda ingliz tilini rivojlantirish olish kerak deb o'ylayman. Ingliz tilini intermediate, upper intermediate ga chiqib olgandan keyin bemalol boshlasa bo'ladi. IELTS topshirishdan oldin birinchi o'rinda test qanaqaligini o'rganib chiqish kerak inson. Listeningda nima bor, readingda nima bor, writing nima, speaking nima. Keyin ko'p o'zbeklarimiz bilmaydigan holatlarni ham eshitganman. Writing bilan speakingga bandasi ko'ptirish degan narsa bor. Shu ballarni netiga nimaga qo'yishi va o'sha readingni ham o'sha 38 ta savolga qo'yishi, yechganingizga ko'rib chiqish kerak. Birinchi o'rinda test tushunib olish kerak, demak. Tushunib olgandan keyin hozirgi holatini ko'rish kerak. Men hali testni qanaqa ishlashini o'rganmagan holatda bitta mock-up ko'rish kerak deb o'ylayman. Shu aytaylik mock-up ko'rganda chiqqan bali va keyin bitta target qo'yadi. Aytaylik hozir 5,5 chiqdi, 7,5. Endi buning uchun ko'proq research chiqiladi. Masalan, YouTube'da shaxsan o'zim juda ko'p podkast ko'rganman. O'sha IELTS 7,5, 8,5, 9 olganlardan qanaqa olganlarini detail tushuntirib bergan. Endi bizning podkastimiz unga emas, boshqa narsaga fokus qilgani uchun tezda o'tib ketaman. O'shalarni ko'rish kerak. Ular aytgan yo'llar bilan o'zingizga plan tuzib oling. Odatda IELTSdan 7,5 olgani 3-4 oy vaqt ketadi. 3 oy normal deb o'ylayman. 3 oyda qanaqa levelda, ingliz tilida qanaqa level bo'lishi kerak? Upper intermediate. Men masalan intermediate darajasidan 7,5 gacha 3,5 oy sarflaganman chiqishga. Zo'r. Lekin unda endi 3,5 oy qanaqa bo'lgan? U intensiv 3,5 oy. Ertalab IELTS bilan turib, kech payt IELTS bilan xuddi o'sha ibrat bilan uxlab, ibrat bilan turdim deganda, o'sha payti IELTS bilan turib, IELTS bilan uxlaganman. Zo'r. Ya'ni polностью produktani, ya'ni taomda ingredientlari hammasi IELTS bo'lgan, oxirgi natijasi 7,5 bo'lgan. Zo'r. Endi bu yerda hozir mana gaplashdik IELTS bo'yicha, endi SAT bo'yicha ham gaplashaylik. SAT'da birinchi SAT'da olgan yaxshimi yokida IELTSda olgan yaxshimi? Yokida ikkalasini одновременно o'qib, ya'ni bitta vaqtda o'qib, ikkalasini teng olib ketgan yaxshimi? Biz fokus haqida gaplashdik, lekin baribir hozir mana shu narsa hamma tug'iladigan savollardan bittasi bo'lishi mumkin. Shunga ham o'zingning fikringni bersang. Xo'p, fikrimni aytib o'taman. Odam hozir nima necha sinf yoki yoshligiga bog'liq deb o'ylayman. Bu savolga javob birinchi o'rinda agar men masalan IELTS olganimda 9-sinf bo'lganman, ya'ni 9-sinfda SAT olish jicha noto'g'ri narsa. O'zi mana shu bitta narsani kommentariyani berib ketay. Azizjon bilan boshida ko'rishganimizda shu debat klubda yurgizaman deb kelganda, keyin Azizjon haqida men bilardim, o'zi harakatchan bola, kamtar bola, lekin yoshini bilmasdim.
Men bilardim, что SATdan 1500 sistemda olgan, ya'ni balandroq olgan. Undan tashqari IELTS 7,5 shunaqa edi. Deganman, keyin bir kun Azizjon yoshing nechida desam, yonidagi bolli turibdi. Yonidagi bolli bundan katta ekan, Azizjon o'zi hali 10-sinfni bitirmagan. Keyin aytdim, Azizjon yaxshi talanti bor. Deb keyin qolganlarga aytsam, qolganlar ham ishonmayapti. Chunki men o'zim boshida ishonmaganman. Haqiqatda bilmaganman, что seni yoshing 10-sinf, hali ham 10-sinfda. Sen уже maktabni bitirgan, universitetga bitta gap year olib, hozir harakat qilyapti deb o'ylaganman men o'zim. Keyin undan keyin yoshlaringni bilganimdan keyin undan keyin menda ma'lumot paydo bo'lgan, что hali yoshsan, bu yoqga tayyorgarlik qilyapmiz. Davom etamiz. Bo'ladi. Hop, 9-sinf bo'lganligim uchun u holatda SAT olish juda noto'g'ri bo'lardi menimcha. Shuning uchun agar o'quvchi 8-sinf, 9-sinf bo'lsa, IELTS bitta olib ko'rib olgani yaxshi o'ziga. Что uverin bo'ladi. To'g'ri, 9-sinfda olsa, ekspert bo'lib qoladi uni topshirguncha, lekin masalan ekspert bo'lsa ham ishonch bo'ladiki, ertaga yana 11, masalan, men shaxsan topshirishimga 8 kun qolgandan IELTS topshirganman. Umuman tayyorgarliksiz kirib 8 olganman. Ya'ni shunaqa holat keladiki, bemalol bo'lib qoladi IELTS bilan. Demak, bola 8-sinf, 9-sinf bo'lsa, shu IELTS olib qo'ygani yaxshi. Agar 10-sinfda bo'lsa, 10-sinfda birinchi SATga tayyorlanib, keyin IELTS olgani yaxshi deb o'ylayman. Sababi SAT IELTSdan qiyin bo'lganligi uchun SAT ingliz tili darajasini shunchalik ko'tarib yuboradi. Bu yoqda IELTSga tayyorlanganingizdan foydaliroq bo'lib chiqadi. Masalan, menda ham xuddi o'sha 7,5 dan keyin tayyorlamasdan 8 olganim sababi SAT deb o'ylayman va o'sha SATdan tashqari ham o'qigan kitoblar, o'sha ingliz tiliga exposure bo'lgani. Agarda men 10-sinfda bo'lsa, birinchi SAT olib, keyin IELTS olgani yaxshi deb o'ylayman. Endi 3-chi approachimizda aytdik hozir. Birdaniga IELTS SATga tayyorlanish. To'g'risi, buni men effektivni deb o'ylamayman. Balkim kimdirlar qilgandir. Lekin shaxsan men bunga qarshiman. Fokusni bitta narsaga qarash kerak deb o'ylayman. Zo'r. Ya'ni liba SAT, liba IELTS, lekin bitta narsaga oxirigacha borib, zo'r qilib ertalab uyg'onganda, shu bilan uyg'onib, kech payt uxlaganda shuni tush ko'rib, IELTS bo'lsa IELTS, SAT bo'lsa SAT bilan harakat qilish kerak. 3-chi metod bilan nima muammo bo'ladi? Nimaga effektivni emas deb o'ylayman. Bitta muammo doim ko'rganman, shu 3-chi metod qilib turganda. IELTS boshlaydi, SAT boshlaydi. IELTS olish uchun 1 yil ketkazadi. SAT olishdan 1 yil ketkazadi. Nimaga desa, bittaniga o'qiyapman. Shuni IELTS 3 oy, keyin SAT 3 oy o'qisa 6 oy tugatib olsa bo'ladi. Fokus bo'lmagani uchun ikkalasi ham ag'da-bag'da bo'lib qoladi. Xuddi bitta aravani inson ikki tomonga tortgandek narsada bu. Bu yoqqa tortadi, bu yoqqa tortadi, shuna bo'lib o'rtada qolib ketadi. Shuning uchun bitta narsaga aniq maqsad qo'yib, men bugun soat 18:19, 18-dekabr, fevral oyida 18-dekabrda mana orada yanvar bor, dekabr bor, 1,5 oyda men 6,5 bo'lsa 7,5 olmoqchiman maqsad qo'yib uni ishlasa, bu yoqda turib olib bugun 18-dekabr, keyingi 18-dekabrda regular decisionga topshiraman ekan. 1 yil vaqt berdim men o'zimga. Ham olaman, SAT ham olaman degandan ko'ra yaxshiroq. Zo'r. Demak, hozir mana IELTS bo'yicha ham SAT bo'yicha ham gaplashdik. Endi o'zi mana umuman top universitetlarga topshirib turganda mana shu narsalarga ahamiyat berish kerak degan narsani tushundik. Ya'ni nimalarga e'tibor bersin, чтобы mana shu narsalarga harakat qilish uchun, ya'ni juda ko'p insonlar hozir top universitetlarga kirishni xohlaydi. Shularga kirish uchun yana nimalarga ahamiyat berish kerak? Nimalarni oldindan bilish kerak? Chunki oldindan bilib harakat qilsa osonroq. 11-sinfga kelib, "Voy, men buni bilmagan ekanman, lekin men orzuim shu Garvardga kirish kerak edi, Oksfordga kirish kerak edi" deb aytadiganmiz. O'zi kech qoldi deb bo'lmaydi, lekin ertaroq harakat qilsa, unda osonroq bo'ladi. Ya'ni nimalarga ahamiyat berish kerak? O'zbekiston bizning yoshlarimizda eng katta muammo bo'lgan narsa shu activity-lar va honors section. Shaxsan o'zimda ham honors muammo bo'lgan boshida. Ya'ni honors bilan nima? Natija va erishgan yutuqlar, bular nimalar kiradi? Birinchi o'rin olimpiadalar kiradi. Bundan tashqari sport va artistik tomonlama erishilgan yutuqlar sportda bo'lishi mumkin. Boksda O'zbekiston national champion bo'lgan bo'lishi mumkin yoki artistik tomonlama aytaylik rassomchilik bo'yicha qanaqadir katta O'zbekistonni ko'rgazmasida narsangizni qo'yib chiqargan bo'lishingiz mumkin yoki sotgan bo'lishingiz mumkin kimgadir. Va olimpiada bo'lishi mumkin. O'zbekiston fizika respublika bosqichida 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rin olgan bo'lishi mumkin yoki viloyat bosqichida. Shular honors section O'zbekistonda bizda eng qiynaladigan sectionimiz. Ya'ni bolalar bilmagani uchun endi oldindan birinchi o'rinda shularni qilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni o'z yo'nalishingizni toping. Masalan, men iqtisodiyot olimpiadasiga qatnashganman. Kimdir boksdan o'sha sportga qatnashib championshipdan oladi. Kimdir o'sha artistik tomondan ashula aytishi mumkin yoki rassomchilik, shunga o'xshagan tomonlama. Demak, bitta shunaqa narsa topish kerak. Keyin uni topgandan keyin bitta buni international tomondan ham qanaqadir competition topish kerak deb o'ylayman. Masalan, men qatnashgan olimpiada xalqaro iqtisodiyot olimpiadasi edi.
xuddi shunga o'xshash, masalan, rassomchilik uchun ham xalqaro ko'rgazmalar bor, boks uchun ham xalqaro musobaqalar bor. Xalqaro levelda, demak, olib chiqish kerak o'sha qilayotgan ishini. Va bundan tashqari yana har xil yutuqlar bor. Essay yozganlar uchun yutuqlar bor, startaplar uchun yutuqlar bor, loyihalar uchun grantlar bor, insonni o'zi uchun grantlar bor. Shunaqa grantlarni yutishga deb o'ylayman. Yana boshqa narsa exchange programmalar bor. Bular ham aktivite sifatida ko'rsa ham bo'ladi, lekin baribir ko'proq honor sifatida ko'rgan bo'lardim. Chunki bu ham erishgan yutug'i. Uni juda ko'pchilik orasidan tanlab oladi. Masalan, biz nasib qilgan ekan Rahmat Kattakon yoshlar ishlash agentligiga shu yil yozida Turkiyada International Youth Exchange programmada qatnashganmiz. Endi boshqalar masalan yaqinda kechadan oldin yaxshi yangilik eshitdim. Bitta Kamoliddin degan bola bor edi, o'zimiz tanigan, 1 yosh kichkina uka. YYJS degan programmaga early actionda qabul qilinibdi. Ya'ni YYJS bu Yale Young Global Scholar, shaxsan o'zim topshirib rejection olganman. Qoyil, shu programma ham bitta masalan honorsga kiradi. Bular 5000 6000 ta odam ichidan adashmasam deydi, sanalab olishadi. Undan ko'p bo'lishi ham mumkin. Adashayotgan bo'lsam uzr. Bunaqa programmalar juda ko'p. YYJS deymiz. Yearly bor, International Relations Politics qilmoqchi bo'lganlar uchun, undan tashqari research qilmoqchi bo'lganlar uchun Pioneer, Lumiere researchlar bor. Qidirsalar juda ko'p chiqaveradi. Qayerdan qidirsam? Endi bu qidirish u insonni o'ziga bog'liq. Internetdan sal Google degan stiker bor, shuni yuborib qo'yamiz hozir. Google degan stiker bor, Google'ga kirib ko'rsa bo'ladi. Programmalarda shunday yozsa International programs for high schools, for seniors at high school, for juniors at high school, for this major, for that major deb yozsa chiqarib berishadi. ChatGPT eng osoni ChatGPTdan so'raylik. Juda agar Google'dan ham topolmayotgan bo'lsa ChatGPTdan so'raysan. Men bilaman bularning dardini. Bular qayerdan so'rash biladi. Nima deb so'rash bilmaydi. Nima deb so'rasan? ChatGPT yozinglar. My name is Azbek. I am an Uzbek student studying at junior level at high school. I want to major in economics for my undergraduate level. I want to study in the US, but before I want to study in the US, I want to participate in a few programs, international programs. List me 10 programs that accepts Uzbek students and provides full scholarships and covers my flights and other fees to attending that program. Shuni yozsa chiqarib beradi. Zo'r prompt bo'ldi mana. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. ChatGPT ga zo'r prompt bo'ldi. Bundan yaxshisi bo'lmaydi. Hozir detailed hamma narsa bor. Просто necha kiloliklarni yozmadinglar xolos, hozir hammasi bor o'zi. Xo'p, shunaqa programmalarga topshirsa bo'ladi. Menimcha shular. Bu honors sectioniga, demak, endi extracurricularsda juda ko'p imkoniyatlar bor. Hatto bog'bonchilik ham bitta extracurricular. Men shaxsan eshitganman. Bog'bonchilik deganni, gardeningni extracurricular ozgan odamda. Babysitting ham extracurricular. Yosh kattalarga qarash ham extracurricular. Ot choptirish ham extracurricular. Gul ekish ham extracurricular. Mashina illegal, endi masalan legal narsalar, masalan boshqa kulolchilik ham extracurricular. Men shaxsan qilgan ishlarim to'g'risi ko'proq professional bo'lgan, chunki biz poytaxtda bo'lganman. Qilib olishim mumkin bo'lgan imkoniyatlar professional ishlab bo'lgan. Biror debate qilganman, boshqa internshiplarim bor, researchlar bor. Endi lekin masalan o'sha kulolchilik qilgan bo'lganimda ham u bilan kirsa bo'lar edi. Ya'ni kulolchilikni agar o'sha yaxshi levelga olib chiqamda, aytaylik, kulolchilik bo'yicha O'zbekistonda maktablar ochish mumkin, to'galiklar ochish mumkin, xuddi shunday batta qilingan ishda kulolchilikni ham qilsa bo'ladi. Shunaqa narsalarni qilish kerak. Endi u insonni qiziqishiga bog'liq. Masalan, meni qiziqishlarim iqtisodiyot va o'sha davlat boshqaruvi atrofidagi narsalar bo'lganligi uchun men shu yoshlar ishlash agentligi doirasida volontyorlik, nodavlat notijorat tashkilotlar doirasida volontyorlik qilganman, loyihalarda qatnashganman, har xil tadbirlarda volontyorlik qilganman. Keyin research yozganman. Shu researchamning bitta qismi va o'sha Turkiyaga borganimiz bitta qismi bo'lgan va undan tashqari anaqaga aloqador bo'lmagan ishlar qilsa ham bo'ladi. Masalan, bitta misol keltirishimiz mumkin. Creative Park'ni botini qilganmiz. Unga yordam berganman. Masalan, dasturchimiz bor, dasturchi bilan biz o'rtada communication yordam berganmiz. Masalan, o'sha ham 10 taktiklardan bittasi bo'lgan. Do'stlar, Creative Park'da boti bor. Linkini pastda berib qo'yamiz. Creative Park bot degan. Bemalol kirib, registratsiyadan o'tib, Creative Park'da darslarni qilib, bemalol qatnashsanglar bo'ladi. Masalan, shuni umuman men sohamga umuman aloqasi yo'q. Shunchaki o'sha qiziqqanimiz uchun o'sha o'rtog'imiz bilan o'rtada endi dasturchilar bilan baribir rahbarlar o'rtasida bitta bog'laydigan rechak bo'lish kerak. Ularning bir-biriga gaplari tushish uchun shunga yordam berganman. Shu haqida ham masalan yozganman aktivitalarimning bittasida. Undan tashqari TEDx eventlarda qatnashdim. Botini yaratgan hozir insonga minnatdorchilik bildirib ketaylik. Otabek demak Creative Park botini muallifi birgalikda Azizjon bilan shuni ishlab chiqishgan. Xo'p, masalan boshqa TEDx eventlarda qatnashganman. U haqida yozilgan
va sabab degan loyiha qilganmiz. U environmental related loyiha bo'lgan. U haqida yozilgan va yana bitta qiziq tomoni applicationimni poetry haqida yozilgan. Iskandar aka men bilmayotgan bo'lishi mumkin. Men she'r yozib turaman. Endi havaskor sifatida. lekin she'r yozishni bilmaganman. Havaskor sifatida o'sha haqida yozilgan. Mana shu she'r yozishim ham menimcha applicationimni kirishdan bitta sababi. Chunki hamma narsa professional bo'lsa, insonni inson sifatida ko'rsatadigan bir tomoni ham kerak bo'ladi. Bu sal diversification deb aytamiz. Demak, extracurricular classes bitta ikkita narsaga in-depth kirasiz. Menda in-depth kirgan narsam ibrat debate bo'lgan. Lekin bundan tashqari ham inson sifatida hobbilarim bo'lishi kerak. Masalan, shu men o'zim yoqtirgan narsa shu she'r yozib bo'lgan. Shuni poetry sifatida qilganmiz. Endi hobbini ham keyin aktivitiga aylantiriladi. Biz yosh o'zbek yozuvchilar jamiyati degan narsa ochganmiz. Young Uzbek Writers Community. U yoqda biz she'rxonlik kechalar qilganmiz, boshqa o'zimizga o'xshagan havaskorlar bilan birga aralashib she'rlarimizni almashganmiz. Shu haqida yozilgan. Bu ham bitta extracurricular misol. Demak, extracurricularda nima maslahat qilgan bo'lardim? Birinchi, nimaga qiziqishinglarni topib olinglar. Yo'nalishiga related bo'lishi ham mumkin, related bo'lmasligi ham mumkin. Nimada in-depth kirishinglarni tanlaylar va nima sizlarning hobbinglar bo'ladi. Shuni ham hobbisiz qolib ketmanglar, ya'ni faqat professional ish bo'lib, o'zingizlarni vaqtinglarni choq ishlatadigan, o'zingizga yoqadigan narsalar qolib ketmasin. Ishinglar yoqmaydimi ham, baribir lekin bu ishda men poetryni ko'proq shunchaki vaqtimni siqilgan emas, sal burnout bo'lgan vaziyatlarda chiqib ketish uchun ishlatgan narsam, hayolimda siqilib qolgan narsalarni qog'ozga tushirganimda osonroq ketgan, o'sha tuyg'ularni, fikrlarni chiqarib olib, miyani tozalash uchun osonroq bo'lgan. Shu narsadan foydalanganman, shu poetrydan. Bu endi bizda poetry bo'lishi shart emas. Sizda futbol bo'lishi mumkin, bu basketbol bo'lishi mumkin, kurash bo'lishi mumkin, kimdadir suzish bo'ladi. Nima narsa bo'lishi mumkin. Demak, in-depth kiradigan narsalaringiz bo'lsin, o'rtacha kiradigan narsalaringiz bo'lsin. Masalan, menda shu swap up, TEDx o'rtacha kiradigan narsalar bo'lgan. Researchga ham in-depth kirilgan. Internship u ham yaxshigina in-depth. Va bu poetry masalan bitta misol, shu hobbilarga misol. Demak, shunaqa qilib menda 10 tasi to'lgan va honorda ham honorlarim haqida gapirishim mumkin. O'sha birinchi bittasi olimpiada, iqtisodiyot olimpiadasi, keyin ingliz tili olimpiadasi bor, keyin bizda litseyimizda litsey faxri degan title bor. Shu haqida yozilgan, shuni olganman va undan tashqari loyihaga olingan fanning haqida yozilgan va o'sha hozir yana bittasini eslolmayapman. Creative Forum haqida yozilgan, 4-xalqaro iqtisodiyot kreativ forumi. Shu haqida yozilgan, shunaqa forumlarda qatnashganlar haqida yozsa bo'ladi. Zo'r. Demak, hozir mana bitta bola keldi. Azzakidan mana podcastni ko'rdim, men eshitdim. Demak, IELTSdan shuni olishim kerak ekan, SATdan shuni extracurricular qilishim kerak ekan. Va hokazo. Kommunikatni bildim. Topshiryapti turgan nimaga e'tibor bering? Yana nima bo'lish kerak? Keyin mana hozir letterlar haqida gaplashdik. Letter o'zing yozadigan sen bor, undan tashqari senga beradigan recommendation letterlar bor. Shular to'g'risida ham gaplashaylik. Ularni qanaqa bo'lishi yaxshi bo'ladi? Nimalarga e'tibor berish kerak yoshlar? O'zingniki sen qanaqa bo'ldi? Chunki general advice berish bu bitta yo'nalishimiz bo'ladigan bo'lsa, hozirgi yoshlarga endi specific bittasini storiesini eshitsa, ya'ni o'zini boshida o'tkazganlarini, bu bunaqa bo'lar ekan, general bunaqa edi ekan, o'zini personal case'ida bunaqa bo'lgan ekan degan, ya'ni ham ochiqroq, ya'ni ham nima deydi? Ya'ni ham butunroq ularda shuncha bo'ladi. Xo'p. Endi mana bu extracurricular qildik, akademik tomondan tayyorlandik. Endi kommunikatda yozayotganda insholarimiz bor. Personal statementdan boshlaymiz. Mani fikrim va o'zim tajribamdan aytaman. Hali men maslahat bermayman, chunki men maslahatlar keyin kimnidir noto'g'ri vaziyatga tushib qolishidan qo'rqaman. Fikrim va o'zim nima qilganim sizga haqida aytib berishim mumkin. Personal statementda yozish kerak deb o'ylayman, qaysi narsani inson o'zi haqida yozsa bo'ladi. Endi lekin baribir my name is Azbek, I'm a leader deb yozsangiz, u boshqalarning yonida sendan qilish qiyin va o'qiyotgan odamga qanaqadir shu bolani men gardga olsam yaxshi bo'ladi degan narsani chiqarish qiyin. Shuning uchun siz o'zingizni tasvirlagani hayotingizda bo'lgan major event haqida, major narsa haqida gapirsangiz bo'ladi. Demak, o'zingizni tasvirlagan bir narsadan foydalanib o'zingizni tasvirlash. Men ham xuddi shunaqa qilganman, bitta major narsa bo'lgan. Shu major narsa orqali o'zimni har xil anaqalarda tasvirlab ko'rsatganman. Past, kelajak, hozir, ya'ni in the past, right now and in the future qilib ko'rsatganman. Transitionlar shunaqa ketgan. Shu major narsa, agar secret bo'lmasa nima bo'lgan? Debat bo'lgan. Endi qanaqa holatda ko'rsatganimiz haqida aytib bera olmayman, u personal bo'ladi. Shu in the past, right now, in the future. Endi bu debat deganda ibrat debate emas. Loyiha haqida yozish noto'g'ri deb o'ylayman. Bitta g'oya, filosofiya haqida yozish kerak deb o'ylayman. Debat degan tushuncha, ya'ni debatlar tashkil qilish, debatlar qayerdan kelib chiqadi, hamma narsasi bu g'oya. Shu debat haqida yozilgan, ya'ni debat haqida bu tagida yana bitta narsa bu, fikrlarni ekspress qilish, shunaqa haqida yozilgan, endi kengroq ochilgan bu yoqda.
xuddi shunga o'xshagan. Masalan, bitta insonni aytaylik, hayotda eng katta voqea bo'lishi mumkin, avariya bo'lib ketgan. Shu avariya orqali qanaqadir narsalar sodir bo'lib, hayoti butunlay o'zgarib ketdi. Hozirgi, demak, inson hozirgi holatiga ta'sir qilgan eng katta narsa bo'ladi-yu, har kim insonni. Shu haqida yozsa, menimcha yaxshi bo'ladi va o'shani foydalanishga, o'zini describe qilgan o'sha narsadan foydalanish kerak. Zo'r. Bu personal statementimiz. Demak do'stlar, hozir yana bitta tavsiya bo'ladi. O'sha mana Azizjonni keysi bitta. Hozir Azizjonda essayni o'rgandik. Boshqa essaylarni ham ko'rmoqchiman. Nima xato, nima to'g'ri bo'lgan desanglar, bitta jigarrang kitob bor. 50 Successful Essays Accepted to Harvard degan. Analiz qilib bergan, nima uchun uni olishgan, nima uchun narsa qilishgan. Shuni ham o'qisanglar bo'ladi. Lekin bunga qarshi argument ham bor. Hozir Azizjon demak, nima uchun bu sizlarga negativ ta'sir qilishi mumkinligi to'g'risida ham gapirib beradi. Xo'p, men bu kitobni o'qishni shaxsan tavsiya qilmagan bo'lardim. Endi qolganlar tavsiya qilish o'ziga bog'liq. Meni o'sha universitetga kirishimga yordam bergan Freshman Academy degan akademiya bor. U yoqda Valeriya degan ustozimiz bo'lgan. Bizga advice qilgan not to read these kind of books, not to read these kind of personal statements. Chunki insonni bitta universitetga qabul qilinishida faqat personal statement rol o'ynamaydi, bu bir. Keyin qabul qilinishda personal statement kerak bo'lsa, sabab bo'lmagan bo'lishi ham mumkin-da. Universitetda qabul qilishda hozir men aytib beryapman. Sizlarga yaxshi tomonlarni aytib beryapman. Hali yomon tomonlari bor. Yomon tomonlari ham legacy students deymiz, atletlar bor. Endi yomon emas endi bular. Atletlar bor. Bizdan prosta disqualify qiladigan tomonlar. Prosta bitta insonni otasi Garvardda o'qib yoki bitta insonni otasi Garvardga 5 million donate qilgani reason bo'lgan bo'lishi mumkin Garvardga kirganida, lekin siz bilmaysiz, balkim o'sha kitobda o'shani personal statement bordir, lekin u personal statement umuman yaxshi emasdir. Umuman o'sha noto'g'ridir. Shuning uchun bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, siz kimnidir inshosini o'qiganingizda shaxsan o'zimda ham kuzatilgan, u insonni yo'nalishiga o'zingiz tushirgingiz avtomatik ong osti deydi-ku, endi psixologlar gapiradimi boshqacha qilib, lekin o'sha ong ostiga kirib qoladi-da, o'zingiz bilmagan holda copy qilishni boshlaysiz. Writing style'ni, anaqasini, qanaqa yozganini, nima haqida yozganini. Authentic voice degan tushuncha bor ekan, demak, o'sha insonning o'zini ovozi writingdagi shu narsasini yo'qotib qo'yishga sabab bo'ladi deb aytishadi. Men ham shu fikrga qo'shilaman. Shuning uchun masalan, men personal statement yozib uni Garvardga topshirgunimcha bir marta ham personal statement o'qimaganman. Undan keyin o'qidim. Undan keyin hozir men qo'shilgan anaqa hamdan keyin o'rtoqlarimga sal yordam beryapman. Bu yog'iga qarashib olgan. Undan keyin o'qidim. Zo'r. Demak, har doim o'zingiz uchun unik bo'lishga harakat qilib, bu yerda ham uniqueness qadrlanishini hozir mana yana bir marta kashf qildik, yana bir marta bilib oldik. Demak, undan tashqari mana hozir gaplashib o'tdik, o'zini essaylardan tashqari, personal statementlaridan tashqari recommendation letterlarga ham o'tdik. Recommendation letter haqida ham gaplashaylik. Ya'ni recommendation letter qanaqa bo'lgani yaxshi? U juda ko'p holatlarda bo'lmagan narsalarni ham yozishga harakat qiladi insonlar. Yokida shunchaki ChatGPT ga berib, ChatGPT dan recommendation letter tayyorini oladi-da, keyin undan keyin shuni qo'l qo'ydirib narsa qilib topshirib yuborishadi. Yokida qayerdandir ko'chiradi, internetda shablonni oladi, ism familiyasini qo'yib berib yuborishadi. Shu to'g'risida ham gaplashsak. Recommendation letter qanaqa bo'lishi kerak o'zi? Xo'p, recommendation letter haqida gapiradigan bo'lsak, bizada recommendation letter ahamiyati juda katta. Shu aytganimizdek, shu siz qilgan ishda kimdir verify qilish kerak. Bu uchun biz o'sha recommendation letterlarni ko'rsatamiz. Garvard universitetiga masalan topshirib turganda yoki boshqa universitetlarga topshirib turganda, birinchi o'rinda o'quvchini maktab konsullari deymiz. Bizada ko'p holatlarda bu direktor bo'ladi, maktab direktoridan va o'qituvchilardan olinadi. Bizada Garvardda masalan ikkita o'qituvchidan va maktab direktoridan recommendation letter olingan va bitta undan tashqaridan recommendation letter olganman. Tashqaridan olish bu optional. Demak, requiredlari 3 ta. Recommendation letterlarda kim qayerda fokus qilish kerak, uni kimdan olayotganiga bog'liq deb o'ylayman. Masalan, adabiyot o'qituvchidan men olganman. Adabiyot o'qituvchisi mana ko'proq shu to'g'ri Azbek lider, lekin lider sifatida faqatgina lider emas, undan tashqari o'zining shaxsiyati ham bor. O'sha she'r yozishi, adabiyotga qiziqishi ham bu inson sifatida shakllantirganini ko'rsatadi deb aytadi. Matematikadan olganman. Matematika ko'proq akademik tomondan rivojlangani, biz o'sha biza litseyda SAT klub ochganmiz, SAT bolalarga yordam berganimiz. O'zim masalan boshida qiynalgan bo'lsam, keyin o'qituvchilarning yordami bilan, o'rtoqlarimning yordami bilan matematikadan GPA yaxshi ko'tarib olganim, shu haqida gapiradi. Direktorimiz masalan u umumiy olgan holatda gapirgan, ham akademik ham debat haqida gapiradi, boshqa narsalar haqida gapiradi. Endi bitta yo'l misol qilib aytishim mumkin. Hozir o'rtoqlarimga masalan maslahat beryapman, recommendation letter nima yozsin? Birinchi o'zi recommendation letter yozib turganlar biladi. Biz faqat ularga maslahat beramiz. Ustoz, mana shu haqida yozsangiz bo'ladi deyman. Men bu narsalar qilganman, brag-sheet deymiz. Shu brag-sheet berayotganda nima qilsangiz bo'ladi. Bitta narsa haqida in-depth yozadi va qolgan narsalar haqida oz kirib ketsa bo'ladi. Demak, men maslahat berardim.
matematika ustozi yozyaptimi? Agar siz matematika tomoniga ketyapti turgan bo'lsangiz, universitetda matematikangizda qanaqa matematikaga kirganingiz haqida in-depth kirsa bo'ladi. Va undan keyin undan tashqari qilgan ishlaringiz bo'ladi. Masalan, qayerdadir hobbingiz bor, shu bilish mumkin. Bu haqida yozib ketsa, demak rekomendatsiyalarimiz zo'r bo'ladi. Va agar inson endi bu o'qituvchilar bila oladi. Sizni o'qituvchi sizni o'sha adabiyot o'qituvchi mani in-depth bila olgan nimaga poetry tomonidan, chunki u sohasi endi direktor bila olmasligi mumkin. Breaksheet berayotganda shunga ham demak e'tibor qilamiz. Breaksheetimizda mention qilamizki, shu ko'p umumiy pointlar. Menimcha shunaqasi rekomendatsiyalarda ustozlar biladi qanday yozishni. Просто ularga biz maslahat beramiz, qanday yozish kerakligini. Breaksheet beramiz. O'sha breaksheetda shularni mention qilsanglar, menimcha foydali bo'ladi deb o'ylayman. Zo'r, hozir mana recommendation letter ichki tashqi to'g'risida gaplashdik. Hozir ichkilarini gapirib berdik. Ya'ni adabiyot o'qituvchisi, matematika o'qituvchisi va direktordan olgan. Ya'ni tashqisi to'g'risida ham gaplashaylik. Tashqisi qanaqa bo'lgan, kimdan olgansan, qanaqa formatda bo'lgan va bu qanchalik ta'sir qilgani to'g'risida. Xo'p, biz hozir mana maktabdagilar haqida gaplashdik. Undan tashqari optional olsangiz bo'ladi. Mentorlaringizdan, coachlaringizdan masalan qanaqa sportda coachingiz bo'lgan bo'lsa yoki qaysidir tashkilotda rahbaringizdan olsangiz bo'ladi. Men Yoshlar ishlar agentligi direktori Alisher Zafarovichdan tavsiyanoma olganman. Bu tavsiyanomamiz endi Alisher Zafarovich albatta o'zlarini pozitsiyalar holatda tushunishinglar kerakki, mani akademik tomondan she'riyat tomoni Iskandar aka ham bilmovdilar she'riyat tomoni. She'riyat bilmaganman. Bilmaydilar, bu aniq narsa. Shuning uchun ular albatta faqatgina debatga fokus qiladilar. Butun entire recommendationlarda debat haqida bo'lgan bo'lishi, endi men ko'rmaganman recommendationlarda bo'lgan bo'lishi kerak. Biz bergan breaksheetda o'sha debat haqida pointlar bo'lgan. O'sha tashqaridan olayotgan narsangiz ko'proq bitta narsaga fokus qiladi. Demak, ko'rayotgan bo'lsak, tashqaridan olayotganimiz ko'proq bitta narsaga fokus qilyapti, chunki u inson bilan faqat u doirasida ishlaganmiz. Inson sifatida ko'rgan, albatta ustozimiz sifatida o'sha bir ishlagan joylarimiz ko'rgan, lekin baribir ularning vaqtlari kam, boshqa narsalar bor. Shuning uchun u tomonlarni ko'rmagan. Endi direktor bo'lsa hamma narsani ko'rgan. Uni ham debatni ham ko'rgan, she'riyatni ham ko'rgan, boshqasini ham ko'rgan, ko'proq hamma tomonlama yozgan. O'qituvchilarimiz bitta narsada in-depth ko'rgan va boshqalarni ham ko'rgan. Chunki ular bilan choy ustida gaplashasiz, ustoz bilasiz, siz yaxshi maslahat bering, bu tomon nima deysiz, hazillashasiz, darsda bo'ladi, muloqot ko'p bo'ladi, shuning uchun boshqa narsalarni biladi. Umumiy olib qaraganda shunaqa o'z rekomendatsiyalarni o'sha insonlar o'zi biladi qanday yozishni, lekin siz ularga breaksheet bersangiz bo'ladi, demak tavsiya. Ustoz, mana shu haqida yozsangiz bo'ladi, men mana shularni qilganman, bilasiz, men bundan narsa qilganman. Eslardan chiqib qolgan bo'lsa, shu remind qilishga yordam beradi. Zo'r. Mana hozir umumiy gaplardan ham tushunishimiz mumkinki, bu yerda asosiy ingrediyentlar harakat qilish kerak, izlanish kerak, o'zini ustida fokus bilan bitta narsaga agar qattiq harakat qilib shuni ustida ishlasa, demak mana shu natijaga erishish koeffitsiyenti hamma erishadi deya olmaymiz, lekin erishish koeffitsiyenti haqiqatda baland bo'ladi. Sababi mana yaqinda biz Oxford universitetida bo'ldik, u yerda history and politics bo'yicha, bundan tashqari Spanish language and literacy bo'yicha Oxfordda bitirganlar bilan gaplashdim-da, menga har doim qiziq bo'lgan. Oxfordda, Harvardda, Cambridgeda, Yale, Stanfordda nima stand out qiladiki, odamlar oxirida chiqqanda, universitetni bitirganda haqiqatda zo'r fikrlaydigan, yaxshi ishlarni qiladigan inson bo'lib yetishib chiqadi. Nima uchun ular boshqalardan stand out qiladi? To'g'ri, ularni bitirmagan, haqiqatda katta ishlarni qiladigan insonlar juda ko'p, lekin ulardan chiqqanlarning koeffitsiyenti haqiqatda baland. Keyin so'radim, qanaqa bo'ladi sizlarda o'qish? Doim men uchun qiziq bo'lgan. Endi xohlasa keyingi yana bitta podkast qilamiz, seni o'zingdan ham so'raymiz. Mana shu men so'ragan narsalar tasdig'ini topadimi yoki yana qanaqadir qo'shimcha bo'ladimi, uni bilib olsak bo'ladi. Demak, men so'raganimda ular aytishdiki, demak haftasiga 3 ta subjektdan ular 5 mintalik assignment yozadi. Har hafta buni defend qiladi. Ya'ni tutorlar bir-biri bilan ishlaydi, birga bir o'tirishadi, yozgan assignmentni ularga topshirish kerak. 5 mingta so'zni men o'zimda ichimda analiz qildim. 5 mingta so'zli assignmentni biz plagiat, ya'ni ko'chirmachiliksiz, ChatGPTsiz yozish uchun qancha kitob o'qish kerak? Bu bir. Uni yozish uchun qancha o'tirish kerak? Endi uni savollarni berganda qancha harakat qilish kerak? Keyin aytdim, ikkita narsa. Birinchisi hard work, ikkinchisi consistency. Ya'ni bitta narsada qat'iyat bilan harakat qilish, ikkinchisi haqiqatda mehnat. Sababi Oxforddan, Harvarddan masalan bir kun keling yoki bir hafta keling, biz sizga shunaqa znaniyalarni berib qo'yamiz, siz qolganlardan ajrab turasiz demaydi. Ular ham shu 3 yil bo'lsa 3 yil o'qitadi, 4 yil bo'lsa 4 yil o'qitadi. Lekin haqiqatda shu paytda ichida talabalar, bizda zo'r anaqa termin bor, burnini yerga ishqab o'qiydi. Keyin undan keyin oxirida haqiqatda ularni kritiskiy mishleniyasi, ya'ni critical thinking, boshqalari haqiqatda zo'r rivojlanadi. Xudo xolisa keyingi yilga Harvardda o'zani ob-havosini olgandan keyin, u yerda bilimlarni sample qilib ko'rgandan keyin
xudo xohlasa Garvardda ana bola haqida ham xudo xohlasa birgalikda gaplashamiz. Men ham shu anaqaga qo'shilaman. Bitta gap bor. Harvard does not produce the best, but they choose the best. Mani filosofiyam qanaqa? Ular birinchi they choose the best and they put those the best in a very difficult situation and those best shu o'tadi o'sha qiyin vaziyatdan, keyin then they become the best again. O'sha eng zo'rlarini oladi, shunaqa qiyin vaziyatga qo'yadi. U qiyin vaziyatdan endi ular the best-ku, baribir o'tib ketishadi. Endi bir xillar qolib ketishi mumkin yana o'sha yerda ham sarlanib qoladi. Yaxshilari qolyapti, demak chiqayotgan bakalavr bo'lib chiqayotganlar endi yana the best bo'lib dunyoda katta ishlarni qiladi, menimcha shunaqa. Yana bitta narsa esimga tushib qoldi. Kung Fu Panda multfilmini ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Kung Fu Pandada bitta zo'r shu pandani otasi, ya'ni tutangan otasi zo'r bitta gap aytadi. Aytadiki, sizni sekretingiz nimada? Shunaqa shirin lag'mon qilishingizda desa, aytadi there is no secret ingredient deydi. Shunga o'xshash. Demak, mehnat qilsak, harakat qilsak, fokusda bo'lsak, zo'r demak natijalarni qilishimiz mumkin. Azizjon, hozir bizda shu e'lon qilganidek, biz Azizjon bilan suhbat qilamiz. O'zingizni qiziqtirgan savollarni bersangiz, biz Azizjondan so'raymiz, bilis formatda javob beradi deb. Demak, bu yerda biz javob berib o'tgan savollarimiz ham bor. Bu yerda ayrim unik savollar ham bor. Shular haqida demak gaplashib o'tsak. Demak, oxiridan kelgan savol ekan, Garvardga topshirish jarayoni haqida aytib bersinlar. Demak, bu haqida gaplashib o'tdik. Podkast to'liq ko'radigan bo'lsa, bemalol Garvardga qanaqa qilib apply qilish mumkinligi to'g'risida demak ma'lumotlarni olishi mumkin bo'ladi. Endi keyingi savol Dilshoddan kelgan savol ekan, qanday turdagi extracurricular activities qilgan, shu haqida aytib bersinlar. Qisqacha shu haqida ham gaplashib o'tsak, bu haqida ham informatsiya berdik, baribir qisqacha sanab o'tsak bo'ladi. Xo'p, sanab o'tishimiz mumkin. Ismi kelganlarni sanab o'taman. Birinchisi Brad Debate, keyin internshipim bo'lgan O'zLiDeP siyosiy partiyasida. O'zLiDeP O'zbekistonning eng katta siyosiy partiya. Shu yerda yoshlar siyosati departamentida shularga boshlig'iga assistent bo'lib ishlaganman. Uchinchisi research bo'lgan, siyosiy mavzuda research qilganman. U Virginia Tech professori bilan bo'lgan, oldin Virginia Tech professor bo'lgan inson bilan. To'rtinchisi International Youth Exchange program bo'lgan. Bu bizda Turkiyada bir hafta davomida Turkiyada yoshlar siyosati mulozimlari bilan experience almashib, Turkiyada yoshlar siyosati haqida o'rganganmiz va Turkiyani explore qilganmiz, 3 ta viloyatini. Xo'p, undan keyin Swapap bo'lgan. Swapap bu Book Exchange Fair, lekin maqsadi o'sha aytganimizdek, ya'ni chumol bo'lib turib kattaroq vision bilan qilish. Bizning visionimiz nima bo'lgan? Shu Book Exchange orqali yangi booklarga bo'lgan demand tushiramiz, shu daraxt kesilishi kamaysin. Ya'ni book chiqarish uchun daraxt kesiladi. Daraxt kesilishi kamayish uchun biz booklarga bo'lgan demand tushiramiz. Demand tushsa, demak, kamroq daraxtlarni kesishadi. Vision shu bo'lgan. TEDx bo'lgan. TEDxda bir marta speaker, bir marta event manager. Speaker bo'lganimda mavzusi how to move from a linear economy to a circular economy. Linear economy bu biz hozir yashayotgan ekonomiya. Biz bitta narsani sotib olamiz, ishlatamiz, trashga tashlaymiz. Circular economyda qanaqa bo'ladi? Birinchi narsani sotib olasiz, ishlatasiz va uni reuse ga yoki qanaqadir recyclingga beriladi. Xo'p, demak sanab o'tdik bular va Poetry bo'lgan. Poetryda o'sha O'zbekiston yosh yozuvchilar jamiyati bo'lgan. Xo'p, undan keyin Creative Park haqida gapirdik. Menimcha hammasi shular edi. Ismi kelganlar shular bo'ldi hozir. Zo'r berdi. Yana bitta savol kelib tushgan ekan, o'zi bu meni ham bermoqchi bo'lgan savolim edi. Bu yerga qoldirgan edim. Mentorship qanchalik muhim? Ya'ni universitetga topshirganda mana Ulug'bekdan kelgan savol ekan, juda uzun ekan, men qisqa qilib topshiryapman. Ya'ni savolni beryapman. Mentorship qanchalik muhim degan savol. Ham akademik tomondan, ham extracurricular tomonidan shu universitetlarga topshiryapti turganda mentoringiz bo'lish kerakmi degan savolga o'xshagan savol ekan. Mentorship juda muhim deb o'ylayman. Har bir tomonlama. Endi akademik tomonlama shunaqa vaziyatki, men ko'proq self study qilishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun SAT ni ham self study qilganman. IELTS ham ma'lum bir qismini self study qilganman, lekin ko'proq qismini Cambridge o'quv markazida ustozimiz Abdulbor aka borlar. Abdulbor aka bilan o'qiganman. Endi maktabda ham albatta litseyda baholarimiz bilan ustozlar bilan. Demak, mentorship akademik tomondan bo'lgan. Men ham tavsiya qilaman har doim mentor bo'lishni. Extracurricular tomondan ham albatta ustozlarim bo'lgan. Masalan, farzandlarda Iskandar Kamoliddinov, Rustam aka Umarovich, Alisher Zafarovich bizning ustozlar bizga har doim yo'l ko'rsatganlar va boshqa extracurricularlarda ham xuddi shunaqa. Masalan, Swapapda olsak, Swapapda Asalxon Sharifov uni founderi. U endi bizdan 3-4 yosh katta xolos bo'lsa ham, baribir u inson tajribali kattaroq bo'lgan, bizga o'rgatgan. Boshqa extracurricular hammasida xuddi shunaqa bittadan inson bo'lgan.
Hop, endi application wise insholar yozish, applicationni qanaqa tailor qilish, o'sha bo'yicha ham men Freshman Academy'dan foydalanganman. Va arakali ham ustoz bo'lgan. Sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. O'zingizlar ustozlarni topishinglarni va o'zingizlarga to'g'ri keladigan inson bilan ishlashinglarni. Zo'r. Bu yerda bular Freshman Akademiyasi to'g'risida ham so'rab o'tgan ekan. Mana sen bu haqida informatsiya ham berib o'tding. Undan tashqari, bizga zo'r bitta savol kelib tushgan ekan. Xo'p, siz necha yoshingizda demak tayyorgarlik qilishni boshlagansiz degan savol kelib tushgan ekan. 8-sinf boshdan tayyorgarlikni boshlaganman. Hozir mana 11-sinfni birinchi yarmi, demak 3 yil vaqt ketgan. Endi 8-sinfdan beri ekstrakurikulyar qilaman yoki 8-sinfdan beri insho olaman deyish emas. 8-sinf boshida mana shu joyda o'zlariga ham u inson etib rahmat etib qo'ydim. Yaqinda o'quv markazlar forum bo'lganda u insonni ko'rib rahmat etdim. Osmondagi bolalar podkasti bor. Endi hozir biroz to'xtab turibdi. Bilmadim, endi keyinchalik Xudo xohlasa davom ettirishni niyat qilamiz. Shu yerda birinchi chiqqan sonlari bor. Yusufbek aka degan aka adashmasam, ular Georgetown Qatarmidi, Northwesternmi, Carnegie Mellon Qatarda 360 mingmidi shuncha grant yutib olgan aka. U o'zbek andijonlik aka. Shu akani intervyusi bo'lgan 2 soatlik. Shuni yotib olib ko'rganman. Shundan keyin motivatsiyam zo'r kelgan. Shu bilan bir kamida 2 oy intervyu ko'rganman. Ketma-ket boshqa intervyular, o'sha insonni boshqa joydagi Umidjon Muhammadov intervyulari hamma joydan topib o'rganib olib 8-sinfdan keyin boshlangan o'sha ingliz tiliga borish, ASK tayyorlanish, SAT tayyorlanish, keyinchalik ekstrakurikulyar 9-sinfdan bo'lgan insho yozish bilan yaqin o'sha 10-sinfdan boshlangan hammasi. Lekin baribir tayyorgarlik o'sha 8-sinfda shu intervyularni ko'rib bundoq qaraganman. Men yo'nalish bo'yicha eng zo'ri qaysi? Garvard. Demak, Garvardga qadam bosamiz nihoyat. Zo'r. Demak, Kamolidan kelgan savol ekan, faqat inglizcha ekan. Inglizcha javob bersang bo'ladi. How a big role play. Men endi do'stlar qanaqa yozilgan bo'lsa shunaqa o'qib beraman. How a big role play awards in application. Should they be related to your major and what were yours? I've already mentioned the awards, meaning the honors that I had. They were economical and English Olympiads. There were a funding for a project that I had. There were international forum that I participated in as an exhibition, meaning I was one of the organizers. And then there was the license pride title, meaning that I got from my license. And I think that they do play a huge role, but I did not have the best honors. But they were like a medium or like norm level so that they could accept me. But I think a lot of people should focus on those honors as well at the same time with the extracurriculars. There is the second part of this question, and it says, should they be related to your major? So the girl is asking whether you need to do extracurricular activities that are related to your major, or there can be some others which are not related to the subject. There are 10 places in extracurricular section and 5 in honor section, meaning you cannot really fill them up all with major related stuff. And I do think that doing like all activities major related is a kind of a mistake, as I just stated it was the mention of like poetry. So what I would recommend, have solid extracurriculars that are major related and have solid extracurriculars that are not major related but more of a hobby or something that you want to explore. For example, the building, the development of Creative Park bot was something that I want to explore. The technical part, how a bot, like Telegram bot is built and how it's used and how it's like monitored, how it's developed through, so on. So yeah, have 3 to 4 major related stuff, have some stuff that you do just because you are interested, and have some stuff that are your hobby. And for the awards section, mine was like 3 major related, 1 just out of curiosity, 1 something like a hobby. Rahmat. Xo'p, demak, boshqa savollarimiz ham shunga o'xshagan va bu yerda Fatima xondan kelgan savollar bor ekan. Endi agar bu yerda ochish mumkin bo'lsa, bularni ham ochamiz. Demak, birinchi savol shundan iborat: intervyu davomida qanday savollar berildi? Bu birinchi savol. Bunisiga javob bersak, keyin ikkinchisiga o'tamiz. Hop, biz bu ishdan chiqamiz. Universitet topshirganda ko'p universitetlar intervyularni offer qiladi. Shaxsan menda ham intervyu bo'lgan. Intervyum shu Garvardni bitirgan bitta inson bo'lganlar. U bizdan intervyu noodatiyroq bo'lgan, biroz odatiy intervyu bo'lmagan. Sababi hali ham bilmayman nimaga bunaqa bo'lganini, lekin nima savol bergan aytib o'tishim mumkin. Birinchi o'rinda men debat haqida u insonga oldinroq aytib qo'ygan edim, qanaqa vaziyat bo'ldi. Men mumkin qilaylik deyaptilar, lekin men u kun debat qilolmadim dedim. Bo'pti, keyingi hafta qilamiz deb, keyin hafta qildik. Keyin sirasi birinchi savol nima bo'ldi, qalay bo'ldi debating. Deyaptilar, o'sha debat haqida gapirib berdim, qanday boshlaganmiz, nimaga qilamiz, kelajakdagi maqsadlarimiz nima qanaqa. Undan keyin sohaga o'tdik. Nimaga shu yo'nalishimga qiziqaman, nimalarni o'qimoqchiman va so'ragan savollar, nimaga aynan Garvardda shuni o'qimoqchisan, nima Garvardda unikki shu narsani offer qiladiki, shu sen o'sha yerga borib o'qimoqchisan.
va umumiy boshqa narsalar haqida ham so'raganlar. Masalan, poetry haqida adashmasam mention qilgan joyim bo'lgan va umumiy kelajagiga o'sha visionim, yashash hayotidagi visionim, qilayotgan ishlarimni sababi, asosiy katta sababi nima? Shu haqida so'raganlar. Unchalik uzoq bo'lmagan, 45 minut bo'lgan. O'sha aytganim uchun noodatiy davomda shuning uchun va u inson haqida ko'proq bila olmaganman. Nimagadir bilmadim, endi o'sha payt sochilayotgan bo'lganlarmi, qanaqa vaziyat bo'lgan bilmayman, lekin shu savollarni umumiy so'rashgan. Zo'r. Demak, ikkinchi savolga ham o'zi javob berib o'tdik. Ya'ni siz qanday javoblar berishni ma'qul ko'rdingiz va uchinchisi, intervyuga qanaqa tayyorgarlik ko'rdingiz? Intervyuga tayyorgarlik ko'rish, meni fikrimcha, birinchi o'rinda universitetni yaxshilab research qilish kerak. O'sha universitetda siz o'qimoqchi bo'lgan soha nima offer qiladiki, boshqa universitetlarda u narsa yo'q va siz u universitetga nima offer qilasizki, boshqalar bermayotgan. Demak, ikki tomondan kelayotgan narsa, bularning unik tomonini toping va o'zingiz unik tomonini topingda shu kalasini bog'lang. Bu bir. Va o'sha insonni ham sal o'rganib chiqing. Endi bu stalkerlik qiling demoqchi emasman. Hayotni butun boshdan ko'rib chiqish shart emas, lekin baribir inson haqida ham sal o'rganib qo'yish kerak. Nima qiladilar, o'zi nima ish bilan shug'ullanadilar? Chunki intervyu oxirida sizdan so'raydilar. Menga senda savollar bormi? Bu zo'r imkoni o'sha universitet haqida ko'proq explore qilish kerak. Men shaxsan tayyor savollar bilan kirib, savollarni berib olganman Garvard haqida 2-3 ta. Zo'r. Bu yerda mana juda ko'p savollar bir-biriga o'xshash, bularni aksariyatlariga javob berdik va bu yerda o'sha unik bo'lgan, biz hali javob bermagan savollarni men o'qib eshitiraman va xudo xolisa bularga birgalikda javob topamiz do'stlar. Xo'p, bu yerda aytib o'tishibdi, Garvardga tayyorgarlik ko'ryapti turganingizda kun tartibingiz qanaqa bo'lgan? Kun tartibi haqida hali gaplashmadik, ertalab nechida turamiz, keyin nima qilamiz? No, asosan not personal life but something related to hard preparation. Xo'p, menda aniq bir kun tartibi yo'q. U hayotda o'sha vaqtda nima bo'lib turganiga bog'liq. Masalan, biz hozir yaqin kunlarda olimpiada tashkil qilyapmiz. Demak, ko'proq vaqtim shu olimpiadaga ketgan. Shu masalan qanaqa extracurricular activityda qanaqa major event bo'layotgan bo'lsa, o'sha bilan ketayotgan bo'lishi mumkin. Nu asosiy shu ertalab turaman. Endi men shu vaqtni aytish shart emas, chunki men ham o'ylardim sizlarga o'sha Garvardga kirganlar ertalab soat 5 da turadi, soat 10 da, 10 da uxlaydi, 8 soat uxlab turadi, yugurishga chiqadi. Har kun zo'r ovqatlanadi, perfect rutin yashaydi bo'lim. Yo'q, masalan, men perfect rutin yashamaganman, lekin Xudoga shukr accept qilishdi. Ya'ni o'ziga to'g'ri kelgan rutinni tanlab, o'sha rutin orqali maksimal qilish kerak, rezultatlarni chiqarishga. Meni rutinim shu, ertalab turganman, litseyga borardim, litseydan keyin extracurricularga va boshqa akademik tomonlarga fokus qilardim, o'rtoqlarim bilan hang out qilganman. Like here and there. Menimcha bitta narsaga ham javob berib o'tishimiz kerak. Social networksga menimcha savol ichida bu ham bor. Ya'ni siz qanchalik darajada mana aytyapsan, kundalik meni tartibim ertalab 5 da turib, kech payt 10 da yotish, unaqa emas, lekin bu yerda fokus haqida ham gap ko'proq boradi. Men o'ylashim bo'yicha social networklarda o'tirasan, o'tirmaysan, o'tirsang qancha o'tirasan, nimani ko'rasan. Endi nimani ko'rishing menimcha muhim bo'lmasa kerak, lekin hozir ko'pchilik yoshlarning fokusi qarasang, haftaning oxirida masalan telefonlarda shu statistikasini chiqarib beradigan bor, ya'ni screen time. Bitta ko'tarsang ko'rsatishga uyaladigan narsa chiqadi. Ya'ni sotsial setga uxlashdan ko'p vaqt sarflab qo'yishadi. Shu narsa haqida ham ozgina gaplashsak. O'zi ikkita ijtimoiy tarmoq asos 3 ta ekan. 3 ta ijtimoiy tarmoq asosini ishlataman. Telegram ishlataman. Telegramda lekin hech qaysi kanalga obuna bo'lmaganman. Men Telegram hayotimning bir qismiga aylangan. Ya'ni deyarli har 10 minutda bir marta tekshiraman, chunki u yerda juda muhim narsalar bor. Asosiy loyihamni deyarli Telegramda yurg'izaman desa bo'ladi. Chunki biz remotely ishlaymiz, jamoa bilan remotely lead qilaman. Shuning uchun agar men kanalga obuna bo'lsam, ular distraction. Menda bitta odat bor, bitta notification tursa, shuni o'qimagunimcha miyamda turaveradi narsa, ignore qila olmayman. Shuning uchun hech qaysi kanalga obuna bo'lmaganman. O'zimni kerak vaqti bo'lgan, o'zimning kanalimdan ham chiqib ketgan vaqtim bo'lgan. Shunaqa point. Demak, Telegram bu men asosiy platforma bo'lgani uchun uni distraction free qoldirishga harakat qilaman. Keyin YouTube bor. YouTube'da unaqa short ko'rib o'tirgan vaqtimni eslolmayman. YouTube'da foydali narsalar ko'raman. Masalan, keyin YouTube'dan yana bir o'sha o'zimni zerikkanimda avuntirish uchun foydalanaman. Masalan, serial ko'rmayman masalan YouTube'da, lekin o'zim yoqtirgan blogerlar bor. Masalan, bitta ismlari hozir esimga kelmayapti, qiz bor edi. Hozir u Kolumbiyada law yo'nalishi bo'yicha magistratura qiladi. Undan oldin Oxfordda o'qigan. Shu qizni masalan vloglari yoqadi. O'sha o'qish hayotini, vloglarni romanticize degan tushuncha bor. Romanticize qilib ko'rsatadi. Chiroyli muzikalar qo'yadi, o'qiyotganda yoniga kofechalar qo'yadi, shunaqa qilib qo'yadi. O'shani ko'rib yana motivatsiya olaman. Yoki boshqa biznesmen blogerlar bor. Ularning ham vloglar bor. Shularni o'zim uchun zerikkanda ko'rish uchun, sal motivatsiya tushib qolganda ko'rish uchun ishlataman va Instagramga kelgan bo'lsa, Instagramda ikkita akkauntim bor. Asosiy akkauntimda umuman blogerlarni follow qilmayman. U akkauntimda ko'proq o'tiraman. U akkauntni ko'proq shu
tanish insonlarning hayotida nima bo'layotganini o'rganish, ya'ni istoriyalarga ham qo'yadi-ku. Shuni ko'rib borish va ular bilan aloqada, muloqotda bo'lish. Va ba'zi bir paytlarda endi odam zerikkanda, sal miyasini chalg'itgan reels ko'radi, endi 10 minut, 15 minut here and there. Lekin o'sha siz aytgandek 8 soatdan yoki 4 soatdan ko'rish noto'g'ri deb o'ylayman. Buni to'xtatish kerak. Masalan, menda ochsa 1 soat, 1,5 soat chiqsa kerak. Chunki u ham o'tirib olib 1,5 soat emasda, ertalab yarim soat bo'lishi mumkin, kechki 1,5 soat, orada 15 minut bo'lishi mumkin. Bunda ham yana bitta narsaga ahamiyat bersa bo'ladi. Dam olish uchun ham u yerda keraksiz narsa, mantiqsiz narsa emasda, self developmentga yordam beradigan narsa. Masalan, o'qish bo'yicha o'sha Kolumbiyskida magistratura qilyapti turgan qizimiz bo'yicha, undan tashqari biznes bo'yicha bu menimcha zo'r narsa. Agar haqiqatda kontrol qila olmasanglar, yana bitta zo'r instrument bor. Mana masalan, men o'zimda kunli sotsial setlarning hammasiga Telegramdan tashqari, chunki Telegram hozir ishga aylanib qolgan, chunki ishdagi axborot almashinishlari boshqasi Telegram orqali bo'ladi, lekin o'sha Instagram deymizmi, Facebook deymizmi, boshqa sotsiyetlarga 25 daqiqa o'xshaydi. Ya'ni men ishimni bitirib 25 daqiqada chiqib ketishim kerak bo'ldi. Undan keyin mening telefonim blok bo'ladi, unga kirgizmaydi. Qayta ochishim kerak. Shunaqa formatda qilaman. Sababi nimaga? Chunki bitta kirgandan keyin u yerda ishlab o'tirgan odamlar, oyiga 50 ming dollar, 100 ming dollar pul topadigan odamlar aniq qanaqa qilib sizni jalb qilib olishni biladi. Shuning uchun men endi bunaqa harakat qilib ko'rganman, o'xshamagan. Tamom, aytib qo'yaman. Lekin men shuning uchun shunaqa blogerlarni follow qilmayman. Bu follow qilgan blogerlarim like lifestyle bloggers, like they post motivational stuff or like they're just like lives like anaqa estetik vibe deydi shunaqa. Zo'r, mana hozir ikkita tomondan anaqa instrumentlarni bilib oldinglar. To есть bittasi ishlamasa, ikkinchisini qanaqa apply qilish mumkin. Yana bitta savol kelgan ekan. Hilola Ismoilovadan. Bu yerda Hilolani bergan 3 ta savolidan ikkitasiga javob berdik va bular bitta unique savol so'ragan ekan. Financial aid olganingiz haqida aytib bersangiz, qaysi turdagi financial aid oldingiz, qanday qilib oldingiz va shunga doir ma'lumotlarni bersangiz. Xo'p, men hali Garvarddan financial aid package receive qilmaganman. Garvard qanaqa universitet? Need-blind universitet. Need-blind universitetlarning ham turi bor. Garvard shunaqa turki, birinchi o'rinda sizni accept qilayotganda sizni qancha pul so'rayotganiga qaramaydi va ikkinchi qancha olsangiz beradi. Men kiritganman qancha pul kerakligini. Xudo xohlasa yaqinda package receive qilaman. Bu packagimda qanaqa narsalar bo'ladi? Birinchi o'rinda tuition covered bo'ladi, board, bu yotoqxona va ovqatlar, room and board deymiz. Va undan tashqari unbilled costs degan narsa bor. Yaqinda menga o'sha Abdulaziz tushuntirib bergandi bu nimaligini. Inson o'sha tasodifan kelib qolgan hajatlar, masalan, oddiy hajatlar, kitob olish kerak bo'lsa, chiqarish kerak bo'ladi shunaqa. Shunga ham Garvard provide qilar ekan, demak, bir yiliga $4,600 Nahol shuni ham full olishga harakat qilamiz va Garvardda undan tashqari startup fund degan narsa bor ekan. Bu startup qilish emas, prosta inson o'zini birinchi yilini boshlash uchun starting up, like setuping fund bo'ladi. $2,000 shunga berar ekan. Nasib qilsa, xudo xohlasa shularning hammasini include qilgan package adashmasam 15 fevralgacha yetib keladi. Bunga faqat vaqt kerak, lekin u aniq 100% garantaligi, chunki Garvard universitet va men o'zi kiritib bo'lganman qancha pul kerakligini. Hamma pul kerak deb. Zo'r. Abdullohdan kelgan keyingi savol ekan. Demak, Abdulloh savol beryapti. Could you organize a video chat about the process of getting into top universities? It could cover topics such as how many years of preparation are needed, what to include in a strong portfolio and other key requirements, and of course mistakes that you made during your preparation. I believe this would be very helpful for people aiming to gain admission to top universities. deb yozib qoldiribdi. Bu bo'yicha men hozir bitta yangilikni e'lon qilmoqchiman. Endi bu podkastimiz balki oldin, balki keyin chiqar, lekin 20 xudo xolasa dekabr kuni Yoshlar ishlari agentligi va Top Uni loyihasi hamkorligida shu Top universitetdagi yoshlarimiz bilan ovozli chat marafoni uyushtirilyapti. U yerda Azjon ham mehmon sifatida qatnashadi, speaker sifatida, to'g'rirog'i, speaker sifatida qatnashadi va bilimlarni berib o'tadi. Bu podkastni qilishimizning ham asosiy maqsadi, demak, mana shu informatsiyalarni biz yozib olib, buni jamiyatga, yoshlarimizga berish. Bunga qo'shishim mumkin. Endi biz hozir gaplashganda in detail gaplashdik, lekin har bitta ichiga yana kirsa bo'ladi. Prosta bunga podkast vaqti yetmaydi. Bitta narsani o'rgangani, sen bitta inshoot o'rgangan, kerak bo'lsa 15 soat, 20 soat bir oylarga bitadi. Masalan, men personal statement yozishimga adashmasam 3 oy, 4 oy vaqt ketgan. Reklama qilamiz, kanalimga follow bosinglar. Kanalimda yaqinda bitta narsa qilmoqchiman. Nasib qilsa, shu bir kunda yoki 2 kunda bir marta yarim soat, 1 soatlik prosta live chatda hech qanaqa narsa haqida gapirmayman, faqat Q&A bo'ladi. Bitta odam savol beradi, shunga javob beraman yoki qanaqadir topik tayyorlab kelib, masalan, insho yozish. Shu insho yozish bo'yicha xudo xohlasa yordam berish mumkin. Instagram, Telegramda ikkalasi ham bo'ladi. Xudo xohlasa follow qilib qo'ysanglar, u yerda qo'shamiz. Zo'r. Hozir Azjon mana shu Instagram profilini, akkauntlari kelib chiqadi. Mana shunga subscribe qilib qo'yamiz. Undan tashqari yana bitta Feruzdan savol kelibdi. Dilshoda Rabbimova bilan
podkastni kutyapmiz deb savol berib yozgan ekan. Xudo xolisa bu podkastimiz chiqqungacha Dilshoda bilan ya'ni Kembrij universitetida hozir tadqiqotni amalga oshirib turgan mehmonimiz bilan podkastimiz chiqqan bo'ladi. Linklarni ham berib qo'yamiz, bemalol uni ham ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Demak, meni o'ylashim bo'yicha hozir aksariyat savollar bir-biriga o'xshash va u savollarga birgalikda javob berdik va Azizjon bu yerda yana bitta narsani men so'ramoqchi bo'lyapman sendan. Ya'ni nima tavsiya berasan? Nimani aytmoqchi eding-u men so'ramadim. Yoshlarga nima maslahat berasan? Shunaqa narsa bo'ldimi? Bormi? O'zim ham yoshman, lekin jicha motivatsiya berib ketaman oxirida. O'sha kecha Topyunida tadbirga chaqirishgan edi, Q&A session qildik. Shunda bitta qiz savol berib qoldi. Garovga topshirish risk. Chunki siz hech qachon bilolmaysiz, kirasizmi yo'qmi va shuncha vaqtingizni sarflagansiz. Mana bitta o'rtog'im bor edi, shuni o'tgan yil birinchi marta tashqamizda aytardi, sen kirolmasliging ehtimoli juda katta. Nima qilasan shuncha vaqtingni sarflab, bundan ko'ra boshqa ish qilsang, sen 3 yil vaqtim ketdi dema, 3 yil oldin, ya'ni 3 yil oldin biznes boshlash anaqa noreal edi. Masalan, 3 yil oldin masalan boks boshlaganimda, hozir masalan balkim O'zbekiston milliy chempioni bo'lardim. 3 yil oldin yoki qanaqadir ish boshlaganimda shu bo'yicha master bo'lgan bo'lardim. 3 yil vaqt ketdi shu garovga kirishga. Endi aytmoqchi bo'lganim, risk qilishdan manimcha qo'rqmaslik kerak. Hayotni risk qilmasdan tugatgandan hayotni risk qilib, yiqilib, itli sayt deb tugatish manimcha yaxshiroq. Zo'r motivatsiya bo'ldi. Demak do'stlar, risk qilamiz. Risk qilganda ham, lekin men o'ylashim bo'yicha Garvardga tayyorgarlik qilish bu risk emas. Sababi Garvardga kira olmasangiz, lekin boshqasiga kirishingiz aniq bo'ladi. Chunki SAT'ingiz bor, IELTS'ingiz bor, undan tashqari portfolio hamma narsa bor. Shunchaki endi boshqa universitetga bemalol full scholarship bilan kirishingiz bo'ladi. Bu xuddi samolyotdan parashyut bilan sakrashdek gap. Demak Azizjon, kattakon rahmat bugungi insightlar bilan bo'lishganing uchun. Garvardga topshirish bo'yicha o'zing o'tib bosib o'tgan yo'lni insonlarga yashirmasdan hammasini ochiq oydin samimiy suhbat uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki bundan bizni kuzatib turgan yoshlar, umuman bizni kuzatuvchilarimiz, do'stlarimiz hammasi manfaat olishadi va o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarni oladi degan umiddamiz va savol yozgan bizni foydalanuvchilarimizga ham kattakon rahmat. Biz hammasini o'qib eshittirishga harakat qildik va yuqorida hammasiga javob berdik deb o'ylaymiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Charchamaylik, keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Yaxshi bo'ldi.